لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه العبارة أيها الإخوة المشاهدون الكرام التي تتعطر بها أجواء المشاعر المقدسة هذه الأيام، وأسماع المسلمين في كل مكان نعيشها معكم من هنا من المشاعر المقدسة، حيث نرافق في نقلنا حركة حجاج بيت الله الحرام بعد أن أمضوا يوم عرفات على صعيد عرفات الطاهر، ثم تحركوا في هذا المساء نحو مشعر المزدلفة في طريقهم إلى منى. نحن نرافقهم من خلال القناة السعودية، ومن خلال أيضا زملائنا المراسلين الذين يتواجدون أو يقفون في أماكن مختلفة مقدسة لننقل لكم الصورة حية ومباشرة برفقة وصحبة حجاج الله الحرام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muhterem aziz qarindoshlar. Naq maydondan ulanish beryapmiz. Bugun Arafa kuni, Yawmul Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala bütün farishta malaikalarini yig'ib, ko'rdinglarmi? Qanisilar ziminda qon to'kidi, ziminda fitna fasod teridi degan insonlarning holiga qaranglar, millionlarcha inson menga duo qildi, menga duo qilyotdi, menga yolvuryotdi. Menga o'zining bandichiligini bildirish uchun Makkadan va balki Makkaning ziminiga muqaddas hududga kirishdan burun Asiyadan, Afrikadan, Amerikadan, Yevropadan, her yerdan o'zining pul mollarini xajlab, jafo chekib kelib, menga o'zining qulligini bildiryotdi. Ko'rdinglarmi deb bugun bütün koinotga, bütün farishta malaikalarga, bütün olamga o'zini faxr qiladigan, mening bandalarim menga qo'l ichib duo qilyotdi. Mening bandalarim menga yig'layotdi. Mening bandalarim menga qo'l ko'tarib o'zining ibodatini qilayotganligini bildiryotdi deb o'zining ilohligini dunyoga oshkorlayotgan bir daqiqada, bir minutlarda biz bu ekranda Sharqiy Turkiston xalqininki bugun shu o'zininki haqqi bo'lgan hajjini qilolmaganligi to'g'risida Allohga shikoyat qilamiz, Allohga duo qilamiz. Ey Parvardigorimiz, bütün dunyodan hojilar kelib, sening muqaddas Ka'bangni tavob qila oladi ekan. Sening Arafat tig'ingda sana qo'l ko'tarib duo qila oladi ekan. Sening muqaddas makoningga kelib yig'lay oladi ekan. Afsus, bechoralarcha sana yolvurimizki, ey Alloh, biz Afrika xalqidek bo'lolmadik, biz Osiyo xalqidek bo'lolmadik, biz Yevropadan minglarcha musulmon kelib sana duo qilayotgan shu zaminda bo'lolmadik. Bizning xalqimiz hilg'u u yerga kelib haj qilishgan, o'zining chegarasidanmi chiqolmayotdi. Mazlum bir xalq shu assimilyatsiya qilingan, shu mustamlika qilingan bir zaminda yig'layotdi. Ey Parvardigor, bizni tez orada qutqazgin. Chunki biz islomning dastlabki qabul qiluvchilari ayni vaqtida
sening payg'ambaringning ovoziga ovoz qatgan, uni butun Osiyoning o'ttirisida yaygan, Türk milletining musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan Sultan Sodiq Buğraxonning nevralari bugungi kunda o'zining qo'lini duoga etishga qodir bo'lolmadi. Ey Alloh, bizga iching og'risin. Bu muborak vaqtda bizning duolarimizni ijobat qil. Ey Alloh, biz Arafat ziminda bo'lolmasaqmi, Sharqiy Turkiston xalqininki nasibi u yerda bo'lolmasimi, biz hammamiz har yerda sana qo'limizni ochimiz, sana duoga qo'l ko'taramiz. Mushu millionlarcha hojining ichida bizningki duoyimizni ijobat qilgin. Chunki bizning ahvolimiz intayin xarob. Chunki biz hammadan bechora. Chunki biz bugun yer sharida eng mazlum bo'lgan millat biz. Bugun Kabe'larda yashaydigan millat kelib o'zining hajjini qila olayotdi. Bugun dunyoda hech madaniyati bo'lmagan, hatto hech bir o'zining borligini, kimligini bildirilmayotgan, biz dunyoda ko'rinmayotgan millatlar kelib o'zining hajjini qilyotdi, o'zining erkinligini e'lon qilyotdi. Halbuki bizdek bir madaniyatli bir millat, bizdek millati Ibrohim Hanifa degan, millati Ibrohimga chetilgan, uning nasabidan bo'lgan, turklarning nasabidan bo'lgan, Uyg'urdan iborat bu millat bugun o'zininki bog'liqini, o'zining mavjudligini, o'zininki musulmon ekanligini dunyoga jaka qilish tugul o'zining ovozini hech yerga anglitolmayotdi. Bizning ovozimizni butun dunyoga anglitib bergan ey olamlarning parvardigori subhanahu va taolo. Ey Alloh, biz sana yalvaramiz. Bugun mush Arafa kunida yalvaramiz. Chunki sen bizni qutqazg'uchi. Sendan boshqa qutqazg'uchimiz yo'q. Sendan boshqa turkimiz yo'q. Sendan boshqa yo'languvchimiz yo'q. Sendan boshqa dardimizni aytquchimiz yo'q. Sendan boshqa biz hech kimga o'zimizning dardini aytolmaymiz. Balkim biz u yerga bu yerga yugurib boqdik, ammo bizga hech kim asqatmadi. Ammo bizga hech kim yordam qilishni xohlamaydi. Ammo sen ularga yordam qilinglar, ularga xayr ihson qilinglar, ularning qo'lini tutinglar degan bandalarning bizdan ham yuz o'ridi. Mayli kafir mamlakatlar bo'lsin, mayli musulmon mamlakatlar bo'lsin, bizga ega chiqmadi. Bugun sening muqaddas zaminingda sen qo'l ko'tarishga sharoit yaratib bergan, mayli Saudiya hukumati bo'lsin, mayli Misr hukumati bo'lsin, mayli Turkiya hukumati bo'lsin, mayli o'zining dini ayrim bo'lgan Amerika hukumati bo'lsin, mayli Angliya, mayli kim bo'lsin, ular bizga insonlik yordamini ham qilishdan ojiz keldi. Ular bizningki izlayotganligimizni, qirilayotganligimizni, nomusimizning dafsanda qilinayotganligini ko'rib turib sukut qildi. Ey Parvardigorim, sendan boshqa bizning yo'lanchimiz yo'q. Ey Parvardigorimiz, sendan boshqa bizning yig'ilg'uchimiz, bizningki dardimizni aytquchimiz yo'q. Uning uchun bu muborak kunda bizning duolarimizni ijobat qil ey Parvardigorim. Bugun bu muborak minutlarda hojilar ashu Arafat tig'idan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'z qilgan ashu Arafat tig'idan ayrilib Muzdalifaga qarab mangdi. Ular o'zlarining qo'liga Muzdalifada taşlarını alıdı ve şeytanlığa qarab atıdı. Ve Mina'da özünün qurbanlığını qilib, özünün heytini oynaydı. Kabe'ni erkin azad tavab qilib chiqalaydı. Ama biz bugünkü kunda hech kimga o'zimizning ovozini anglatamaymiz. Ular özünün taşlarını şeytan atalaydı. Bugünkü eng cho'ng dunyoning şeytini bo'lgan kommunistlarga biz bir ig'iz qarshi gap qilishga qodir bo'lolmaymiz. Sharqiy Turkiston xalqidan iborat 35 milyon xalq fakat sana yığılaydı ya Allah. Fakat sana yalvardı ya Allah. Belkim sana kolunu içişkimi kadir bulanmaydı ya Allah. Belkim ular namazlarını, rozalarını ve haccılarını ada kılanmayıvatıdı bugünkü günde. Ey Allah, bizdek bir muhlis, bizdek bir mu'min, bizdek bir sana isilgan bir milletinin evlatlarını, perzentlerini veyran kılıp etmegin. Ularning qo'lida assimilyatsiya qilib etmegin. Ularning qo'lida bizni yutqizib etmegin. Ularning qo'lida bizning nomusimizni xonavayron deb senda qilmag'in. Ey Parvardigorimiz, bizni sen saqlab qolgin. Chunki saqlovchi sensin ey Alloh. Ey Alloh, qutqazuvchi sensin ey Alloh. Biz faqat sen sabab qilgin deganliging uchun biz sabab qilyapmiz. Bugun Uyg'ur xalqining uyg'onganligini, bu musulmonlarning uyg'onganligini sen ko'ryapsan. Ey Allah, sana islayotganligimizni ko'ryapsan. Sana yalvarayotganligimizni ko'ryapsan.
Mana bugun hayit deb, ati butun dunyo o'zining aldirashligi bilan, butun musulmonlar o'zining aldirashligi bilan hayit qilayotgan mush mezgilda bizning ayollarimiz, bizning oji singillarimiz dunyoning har qaysi joylarida o'zining jig'izorlari bilan bu hayitni kutib bordi. O'zininki urug' tuqqanlarining shu nozik kamplarga qamalganlik to'g'risida o'zining yig'lab turgan, yolvorayotgan shu videolarni dunyoga taqdim. Ammo dunyodagi musulmonlarning ko'zi buni ko'rishdan ojiz kelyapti. Ey Parvardigorimiz, sen raqibsan, sen nazirsan, sen kuzatuvchisan, sen hammani ko'rib tursan, sen basirsan, sen alimsan, sen hammani bilib tursa va hammani ko'rib tursa, ey Alloh. Onun uchun bizning mushu daqiqalarda aslında hammaylar xushal bo'lib hayit o'ynaydigan mushu daqiqalarda hammaylar o'zimizninki erkin ibodatimizni qiladigan bir mushu daqiqalarda biz yig'lab turib, bizning oji singillarimiz yig'lab turib o'zininki amalsiz qolganligini, qo'lidan hech kelmay qolganligini, faqatla o'zining dardini dunyoga anglatish uchun shu videolarda so'zlab yurayotganligini ko'ryapsan ey Alloh. Ey Parvardigorimiz, bizni mag'firat qilgin, duolarimizni ijobat qilgin. Bu millionlarcha hojilarninki qatorida bizning duoyimizni ijobat qilgin. Bugun Sharq Turkistonning bayrog'ini shu muborak ziminlarda ko'tarib yurgan bir qancha nafar qarindishimizningki gunohini mag'firat qilgin, ularning amallarini qabul qilgin. Ey Alloh, sana yalvaramiz, shu o'zining jinini tikib qo'yib turib Sharq Turkistonning bayrog'ini Arafat tog'ida javlon qildirayotgan, Kabe'ning atrofida javlon qildirayotgan dunyoda bir xalq bor edi, bir unutilgan xalq bor edi, bir unutilgan jug'rofiya bor edi. Mushu jug'rofiyada izlayotgan bir xalq bor edi. Bularninki ovozini dunyo musulmonlariga anglataman deb shu chepib yurgan qarindoshlarimizninki gunohini mag'firat qilgin, ularga texnik ko'p jasorat ato qilgin, ularga o'xshash uyg'onib chiqqan butun dunyoda, Yevropada, Turkiyada, her yerde, Amerika'da, Avustralya'da seninki mazlum xalqing bo'lgan Sharq Turkiston xalqini qutuldirish uchun harakatga o'tgan shu qarindoshlarimizning duolarini ijobat qilgan. Pat arada bizningki sababiyatimiz orqali Sharq Turkiston xalqini qutuldirib bergin ey Alloh. Sharq Turkistonda bizningki xabarini ololmayotgan ota-onalarimizni qutuldirib bergin ey Alloh. Urug' tuqqanlarimizni qutuldirib bergin ey Alloh. Balchaqlarimizni qutuldirib bergin ey Alloh. Ey Alloh, bugun duo kuni, bugun sana dad aytadigan kun, bugun sana yalvuradigan kun. Biz sana bu mushu maydonda yalvuramiz. Ey Alloh, biz sana yig'lab turib yalvuramiz. Ey Alloh, biz sana ojizligimiz bilan yalvuramiz. Shu mazlum xalqimizni qutuldirib bergin. Chunki biz amalsiz qoldik. Chunki biz ilojsiz qoldik. Bizga hech kim yordam qilmadi. Sendan boshqa yordamchimiz bo'lmadi. Ey Alloh, sen o'zing ko'rib turibsan. Sen bizga yordam qilgin. Sen bizning qo'limizni tutqin. Sen bizning shu telefonmi qilolmayotgan, ko'rishamayotgan shu ota-onalarimizninki shu nozik kamplardan tezroq qutulib chiqib, shu kamplardan tezroq qutulib chiqib, erkinlikka, hurlikka erishishiga o'zing yordam qilgin ey Parvardigorimiz. Dunyoda rahmat, oxiratda ham jannatdan o'rin bergin bizga ey Parvardigorimiz. Ey Alloh, duolarimizni ijobat qilgin. Bugun mushu maydonda duo qo'l ko'targan butun qarindoshlarimizninki duolarini o'zing ijobat qilg'ursan Parvardigorimiz. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. يا رب، سبحانك سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، لم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. Amin. Aziz muhterem qarindoshlar, dal mushu vaqtda hojilarimiz Arafatdan turkumlab, minglab, yuz minglab, millionlab o'zlarining bugun atigandan oqshomgacha Allohga yolvorgan duolarining keynidan Muzdalifaga qarab yo'lga chiqadi.
Muzdalifadan başlap özlerinin şeytanlık taş atıdığan taşlarını tiyip bu yerde bir keç konup ondan keyin taң atqanda Minaga qarab yo'lga chiqdi. Minaga borgandan keyin andan shaytonga tash otdi. Shaytonga tash etib bo'lgandan keyin yana 3 shayton bor, 3 shaytonga 7 taldan tashni etib 3 qitim 3 kun tashni etib bo'lgandan keyin chashlarini oldirib undan keyin Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Makkada tavof ifozatini qilib bo'lgandan keyin ihromdan chiqdi. Shuning bilan hojilarimizningki hajji tugagan bo'ladi. Ya'ni bir qancha kun burun yoki 2 kun burun Madinaga, Minaga yo'lga chiqqan hojilarimiz Minadan Muzdalifaga, Muzdalifadan Arafatga, Arafatdan yana tekrar Muzdalifaga, Muzdalifadan Minaga, Minadan Kabe'ga qarab shu 3 kunlik, yani aldırganlar üçün, aldırmağanlar üçün 4 günlük ve 5 günlük ibadetini bu yerde kıldı. Yani Mina'da özünün kurbanlıklarını kıldı. Kurbanlıklarını bütün dünyadaki fakirlara, bütün dünyaya üvetidu. Yani Saudi hükümetininki qatnaşı arkalık, orunlaştırış arkalık olar kurbanlıklarını üvetip bolgandan keyin endi Mekke'de tavaf ifozatini qilib bolgandan keyin ihromdan chiqib o'zininki hajjini tugatgan bo'ladi. Alloh qabul qilsa, labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak degan. Ey Alloh, biz sana hozir, ey Parvardigorimiz, biz sana hozir, biz sen uchun keldik, sana ibodat qilish uchun keldik, sana tayyor bo'ldik degan bu so'zlarni Alloh subhanahu va taolo qabul qilgan bo'lsa, ularning hajji qabul bo'ladi. Agar qabul qilmagan bo'lsa, la labbayk, la'natullohi alayk degan farishtalarningki la'nati ularga qaytirib kelinadi. Hajji maqbul qilinmaydigan hojilarningki duolari ijobat bo'lmaydi, hajji qabul bo'lmaydi. Qurbonliklari ham qabul bo'lmaydi. Shuning bilan qilgan sayohati, ya'ni qilgan hajji boş bir narsaga aylanib yurtiga qaytgan bo'ladi. Faqat Alloh rizoligini ko'zlab haqiqiy bir shaklda qalbi ummatni, islomni, iymonni o'ylagan bir mu'minning shaklida haj qila olgan bo'lsa, inshaalloh uning haji maqbul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bütün hojilarimizningki hajjini maqbul qilsin, duolarini ijobat qilsin. Bizning aramizdan bir qancha nafar qarindoshlarimiz hajga ketgan, ularning hajjini Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Dunyoning har qaysi joylaridan bugun erkin ozoda hajga bora olgan bütün islom ummatining, musulmon qarindoshlarimizning hajjini qabul qilsin. Ularning qalbiga Alloh 35 milyon Uyg'ur xalqining muhabbatini solsin. Bu yerda bir zamin bor, bu yerda bir millat bor, bu yerda bir jo'g'rafiya bor. Bu coğrafyada 35 milyon Müslüman bugün xar qılınayotidu. Bugün Xitoy kommunistlar tarafidan zulm chektirilyapti. Bugün ular assimilyatsiya qilinyapti. Bugün ularning kiyimi, dini, tili Xitoylar tarafidan tortilinyapti. Ey Parvardigorim, ularni qutqazgin deb bizga duo qiluvchilarning qatoridan qilsin. Halbuki ovozimizni anglolmayapmiz aziz qarindoshlar. Tünügün ben Gollandiyadaki İHH teşkilatınınki qışığı kirgen edim. U yerda 8-10 tane ilanını gördüm. Gana üçün, Afrika üçün, Somali üçün, Arakan üçün, Filistin üçün, Suriye üçün deb ilanlarını yasaptı ve bütün kurbanlıklarını şu yerga ivetişke tayyorlab nurg'un bir iqtisodni ular uchun atab yo'lga chiqarish olib turibdi. Ammo Sharqiy Turkiston uchun degan bir narsani ko'rolmay qoldim. Ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Nima uchun IHHdan iborat bunda cho'ng bir tashkilotda Sharqiy Turkiston uchun degan bir narsa yo'q bo'libmi Turk tashkiloti deb ko'nglim yerim bo'ldi. Ammo yanılam günahını özümüzge koyduk. Biz
biz aktif bo'lgan bo'lsak, biz texmi terishchan bo'lgan bo'lsak, biz 8 soatlik ish tuzumimizni, ya'ni bu mujodilamizni 12 soatga, 12 soatimizni 18 soatga chiqara olgan bo'lsak, bütün Gollandiyadagi tashkilotlarimiz texmi ching turgan bo'lsa, ularningki shirasining ustida Sharqiy Turkiston uchun degan xatni ko'radigan bo'ladiq deb o'yladim. İnşallah kelar yili Sharqiy Turkiston uchun degan xatni ko'rishga nasib bo'lar inshaalloh ularning ishg'ollarida. Shundaqdan biz kelar yilni saqlab turmaymiz inshaalloh davomli Türk qarindoshlarimiz, Arab qarindoshlarimiz dunyoning har qaysi joylarida mücadele berayotgan qarindosh tashkilotlar bilan munosabat o'rnatamiz va o'rnatadi. Chunki bugungi uyg'unish mencha tariximiz bo'yicha eng cho'ng bir uyg'unish bo'layotdi Uyg'urlarda. Yoshlarimiz o'zining karvonlarini haydab yo'lga chiqyotdi. Bütün dunyoda harakat qilish uchun cho'nglarimiz ham yoshlarimizga yo'l qo'yayotdi. Bir sahifa yepilib, yangi bir sahifa ichilayotdi. Bo'libmi bugungi kunda bir qancha vaqtdan beri İstanbul'daki bir qancha qarindoshlarimizning jiddiy terishchanlik ko'rsatishi boshlab berishi bilan mushu oilamizningki Nazi kamplarida Xitoy zulmi quchqayotganligidan iborat buningga shohidlik berish uchun ayollarimiz ko'plab shohidlik beryotdi. Bugun ham bir hamshirimizningki yig'lab turib o'zininki urug' tuqqanlarning shu Nazi kamplarida, Xitoy kamplarida yo'qolib ketganligini, qavrni ololmaganligini, ularning turmalari kesilib ketganligini e'lon qilganini ko'rib, bu hamshirimizning jasoratiga opirin o'qidim. Ammo yanalam biz erkaklarning naqadar ojiz qolganligimizdan o'kindim aziz qarindoshlar. Biz haqiqatan ojiz qoldik. Biz erkaklar boshqa chiqayli, hammaylar qo'zg'alib ketayli. Bugungi kunda ham Uyg'urlarimizning ko'pinchisi, muhojirlarimizning ko'pinchisi qo'zg'algan bo'lsa-mu, ammo yana bir qism insonlarning uxlab qolganligini ko'ryapmiz. Hammaylar qo'zg'alib ketdilar aziz qarindoshlar. Bu o't hammaylarga tegdi, hammaylarning oilasiga tegdi. İnşallah bu mübarek kunlarda Allah dualarımızı qabul qilsin. Biz shu ayollarimizni bek jasoratli bo'laylik ki bu ko'rishimizni texmi kuchlantiraylik. Chunki biz buning natijasini ko'ryapmiz. Xalqaro vaziyat bizga aslida bek yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman. Mayli Amerika bo'lsin, mayli Turkiya bo'lsin, mayli islom dunyosini ovozimizni anglatadi. Bugun Sharq Turkistonninki bayrog'ininki Safa bilan Marvada dalg'alanishi aziz qarindoshlar, bu bizning duoyimizning Alloh yetayotganligi sababimizningkimi o'rindilayotganligining natijasi deb bilsak bo'ldi aziz qarindoshlar. Chunki Saudiya Arabistonda siyosat qilishga bo'lmaydi, Makka shahrida siyosat qilishga bo'lmaydi, Kabening atrofida har qanday davlatning bayrog'ini ko'tarish cheklanadi. Ammo bizning Sharq Turkistonimizning bayrog'ini Kabening tomlariga asqanligini biz ko'ryapmiz qarindoshlarimiz. Saqchi buni ko'rdi, uni tutishni biladi, bu bayroqni asma deyishni biladi. Chunki bizga o'xshagan nurg'un millatlarning bayrog'ini shu yerda ko'taradi. Ammo saqchilar buni hammani yig'ishtirib kelgan necha 10 yil, 20 yil, 30 yildan beri. Makka shahrida hech qanday bir davlat o'zining siyosatini qilolmaydi. Ammo bizning Sharq Turkistonimizning bayroqlari necha kundan beri Makka shahrida dalg'alanyapti, u yerda labildayo'ti. Demak, bu Sharq Turkiston xalqining dunyoda alohida imtiyoz berilayotganligini ko'rsatdi aziz qarindoshlar. Ya'ni bizning qilayotgan sababiyatimizning natijasini Alloh bizga ko'rsatib beryapti. Biz buni cho'qim bu sababning muhimligini bilaylik. Cho'qim medirayli. Boylarimiz, kambag'allarimiz, ayollarimiz, erlarimiz, yoshlarimiz, cho'nglarimiz cho'qim medirayli. Bir ish qilib boqayli aziz qarindoshlar. Nima ish qo'limizdan kelsa shuni qilib boqayli. İnşallah bu zalim qavmdan Allah bizni qutuldirdi. Kuch jihatda biz ojiz bo'lishimiz mumkin. Ammo Allah bizningki yalvog'inimizni ko'rib, Allah bizningki xuddi Ibrohim o'tga etilgan vaqtida bir qush kelib o'zining og'zida tamcha suvlarni apirib o'tga to'kkaniga o'xshash va u qushqachqa ta'ni qilinib, sen bu kichik bir jining bilan, tamchilaring bilan qandoq bu ulug' o'tni o'chiralaysan deb so'raganda
men o'zimning vazifasini ado qildim demamdim Parvardigorimning huzuriga borganda deganga o'xshash har bir Uyg'ur bir tomchimiz bilan, bir tomchi qinimiz bilan, bir tomchi suyimiz bilan, bir so'm pulimiz bilan bu yo'lga atlanib boqayli. İnşallah İbrahimni o'tdan qutuldiganga o'xshash Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham bu Xitoyninki zulmidan qutuldirdi aziz qarindoshlar. Chunki dunyo sababning dunyosi. İnnalloha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim deydi Alloh subhanahu va taolo. Har qanday bir millat o'zining ahvolini o'zi o'zgartmoqchi, men uning ahvolini o'zgartmayman deydi. O'zimizning ahvolini o'zgartirmasligimiz mumkin, ammo sabab qilishga har zaman yo'l ochiq aziz qarindoshlar. Biz qo'limizdan kelgan imkoniyatni ish qiladigan bo'lsak, bizning bugun qarindishimiz bir qarindishimiz Arafatda Sharq Turkistonning bayrog'ini lapildatganligining rasmlarini bizga yo'llab berdi. Allah razı bo'lsin shu qarindishimdan. Hech qanday bir millat, davlat Arafatda o'zining bayrog'ini ko'tarib chiqsa bo'lmaydi, ammo bizning bayrog'imiz shu yerda dalg'alandi, shu yerda lapildadi. Demek ki Allah bizga bir ayrım bir şefkat kılıvatıdı. Bu asan bir küçük bir iş emas. Muş bugünkü Arafa günüde aşağıda bizning Sharq Turkistonning bayrog'ininki bütün meleklerinin, malaikelerinin, farishtalarning oldida ko'rinishi albatta bu biz uchun bir sharaf aziz qarindoshlar. Biz bunu bilayli, chunki sinoqqa Allah bizni tanlabdi. Allah bizni tanlagan gap, shu bütün dünyada o'zini imperator qilaman, jallod qilaman, bütün dünyada bo'ysundiraman deb o'zininki yovuz niyatini oshkorlayotgan Xitoyga 35 milyon Uyg'urni, 1 milyard 700 milyon zolim, vahshiy Xitoyning oldiga 35 milyon, uning oldida kichik bir son bo'lgan bu millatni chiqarishi, demakki Allah bizni bir ishqa hikmat bilan tanladi aziz qarindoshlar. Biz ming yillarcha bu tamdek, mixdek turib Xitoyningki zulmini dunyodan to'sab turdik. Orta Asiyaga keldigan zulmni to'sab turdik. Osiyoga keldigan zulmni to'sab turdik. Yevropaga keldigan zulmni to'sab turdik. Afrikaga keldigan zulmni to'sab turdik. Bugun ham Xitoy eng qo'rqaydigani biz aziz qarindoshlar. Chunki biz ularga tam bo'lib, mushunda sen tur, ey Xitoy sen jim tur, joyingda jim tur deb biz tam bo'lib turib boramiz. Bizningki qo'lida to'mirning sunuqimi yo'q millatimiz shu yerda Xitoyning oldini to'sab 1 milyard 700 milyon Xitoyning oldiga 35 milyon Uyg'ur xalqi, ağaçlarımız, singillarimiz mushundaq tik turib olganlik uchun, bir millat bo'lib shakllanib turib olganlik uchun Xitoy eng bizdan qo'rqyapti aziz qarindoshlar. Dunyodan qo'rqmayapti, Hindistondan qo'rqmaydi, Amerikadan qo'rqmaydi, Turkiyadan qo'rqmaydi, Saudiya Arabistondan qo'rqmaydi, islom ummatidan qo'rqmaydi Xitoy hozirgi bugungi bu yovuzligida. Ammo Uyg'urdan qo'rqaydi aziz qarindoshlar. Ularning davomliq deydigan gapi Sharq Turkistonning muqimligi, ya'ni Xinjiangning muqimligi, Jungoning muqimligi deydi aziz qarindoshlar. Agar Sharq Turkiston qo'limizdan chiqsa, Jungo qo'limizdan chiqdi, Xitoy qo'limizdan chiqdi deydi. Biz bek muhim ular uchun, ya'ni biz ular uchun qo'rqinchli bir narsa. Uning uchun bugungi kunda bütün dunyodan qo'rqmayotgan Xitoy bizdan qo'rqib kecha kunduz bizni yo'q qilib o'tish uchun tirishyapti aziz qarindoshlar. Dunyoga millionlab pul verib para beryapti aziz qarindoshlar. Turkiyaga berayotgan para, Afrikaga berayotgan pul, Turkiyaga berayotgan pul, Amerikaning oldiga yo'kirayotgani, Suriyaga qilayotganligi hammasini Sharq Turkiston masalasidan qat'iy ayirib chiqishga bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Ya'ni dunyoning ko'zini etish uchun, Turkiyaning ko'zini etish uchun, Saudiya Arabistonning ko'zini etish uchun, musulmon ummatning ko'zini etish uchun har bir olimni Xitoyga taklif qilyotdi. Har bir davlatga pul beryotdi. Har bir musulmon mamlakatga Xitoy o'zining aldamchilik yo'llarini ishlatib, Xitoyda diniy erkinlik, erkin degan narsani ko'rsatyapti aziz qarindoshlar. Aziz do'stlarim, ya'ni Xitoy Sharq Turkistondan naqadar qo'rqaydiganligi, Sharq Turkistondan xalqidan naqadar qo'rqaydiganligini ko'rsatyapti. Biz Allohninki ziminda tanlab bu Xitoy zulmiga qarshi, kommunist zolim hokimiyatiga qarshi tanlagan bandalar biz aziz qarindoshlar. Bir qancha ming odamni Alloh subhanahu va taolo hijrat qilishga nasib qildi, muhojir bo'lishga nasib qildi. Pat arada buning natijasini olamiz inshaalloh. Agar natijasini ololmay o'lib ketib qolsak, shahid bo'lamiz aziz qarindoshlar. Shahidlikni kichik sanamayli aziz qarindoshlar. Shahidlik mangu
мәңгі cennetdə hür pərilə bilan billa aşu asıdan östənglər eqib turdigan nazı nimetlərin içində məngü yaşaydiganğa bir garanti aziz qarindaşlar, bir açqoç aziz qarindaşlar. Şunun üçün ölsəkmi armanımız yox və bu dünyada Xitayga qarşı hər qandaq bir hərəkətimiz bizə savab olub yazılıb turuldu aziz qarindaşlar. Bu mücadiləni kiçik sanamaylı. Bu bizningki Xitay zulmüge qarşı hərəkətimiz, bu bizning mücadilemiz, bu bizning körüşimiz. Bu köreşke bir tamçı suyumuz bilen çıkaylı qarindaşlar. Bir son pulumuz bilen çıkaylı qarindaşlar. Hamma adam hareket kılalaydı aziz qarindaşlar. Uyumuzda turupmu hem biz bu zulüm karşı çıkalayımız aziz qarindaşlar. Bugün bizning huquqimiz ilingan muşu devirde bizni Allah subhanahu wa ta'ala qattiq sınavıdı aslında. Bu nemish qildi deyatıdı. Bizning bugün yoshirnib olgan yüzlerce profesör doktorlarımızın nemish qildi bu deyatıdı. Bugün bizning yoshirnib olgan Saudiya Arabistondagi doktorlarımızın bu nemish qiladigandı deb qarayatıdı. Bizning yoshirnib olgan millioner baylarımızın bu nemish qildigandı. Mana mushu qiyinchilik mezgilde Uyghur mücadelesiga, Uyghur körüşüge bir küçünü qatamdigandı yoki nomussizlarcha özünü yoshirib turib olamdigandı. Bu yoki özününki bir küçünü, özünün bir vaqtini, özünün bir iqtisodini bu mücadelege, bu mazlum xalqning hurligi uchun, bu mazlum xalqning ashu zulmdan qutulishi uchun beremdigandı deb Allah subhanahu wa ta'ala bizni qattiq sinavyotidi. Aldığı chiqqanlarni bo'lsa Allah subhanahu wa ta'ala kiramen katibinin kolu bilen qanday qiladi? Bizning har bir qilgan amallarimizni yozyapti aziz qarindoshlar. Chiqqan namoyishlarimizni yozyapti aziz qarindoshlar. Bugün men bir film ko'rdim. Chaqiriq filmiga qaytadan qarasanglar bo'ladi. Sahobalar qo'l tutishib Okaz bozorida Ka'bada mana bugün hojilarimiz tavob qilayotgan ash Ka'baning oldida la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb o'zining iymonini oshkorlagan, namoyish qilish bizning zulmga qarshi o'zimizning iymonini, o'zimizning vijdonini oshkorlashimizdan iborat bir sababiyat aziz qarindoshlar. Bu bizni qutuldiramizmi? Bu bizni ozodlikka elib boramizmi? Bu bizning ko'rishimizning bir qismi. Bugün bunu hemen yezip duruyordu perişte malaikeler. Bizden hacligen pullarımızı yezip duruyordu. Bugün oygangan yaşlarımızdaki keçilep içevatkan mehbi jığıllarını, aşkar jığıllarını, telefon jığıllarını perişte yezip duruyordu. Femen ya'mel miskala zerretin hayra yara. Kimi ki zerreçilik iş kılıdiken, ile o namayış çıkış, ile o Xitay zulmü karşı köreş kılış, kural götürüş, ile o minglarcha pulini ishiltish emas, zarracha ish qiladigan xayra yarah bo'ladi. Uning uchun bir yaxshilik bo'ladi. Zarracha yaxshilik qilgan narsanimi uning mukofotini beramiz deydi Alloh subhanahu va taolo. Faman ya'mal misqala zarratin sharra yara. Kichikkin yamoyish qilib qo'ygan odamning jazosini beramiz deydi Alloh subhanahu va taolo. Kichikkin yomon amalni qilib qo'ysa, bir tal knopkani bosish orqali Facebook, WhatsAppda bir fitnani terib qo'ysa, bir ig'iz fitna gapni qilsa, bir ig'iz yomon gapni qilsa, bir ig'iz g'aybat qilsa, bir ig'iz hasadning o'tida kuysa, uningki qilgan gunohi jazo olib uningga javob qilib qaytib keladi deydi Alloh subhanahu va taolo. Uning uchun amalning kichikini kichik sanamayli. Savobning kichikini kichik sanamayli. Mush bir so'mni Uyg'ur mujodelasiga ishlatib qo'ysam, buning bir foydasi bo'lib qolarmi, bo'lmasmi deb undaq o'ylamayli aziz qarindoshlar. Bütün chet eldagi muhojirlarni bir amalni qilishni uyg'unishga chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Yaxshilik yo'lida mayli bir mo'chinimiz bo'lsin, mayli bir so'mimiz bo'lsin, buni beraylik qarindoshlar. Chunki Turkiyaning O'rta Sharq projesida, O'rta Sharq planida Turkiya bilan Eronninki bugungacha taqobil turib, vayron bo'lib ketmay kelishidagi bir qancha sabablarning birisi Türkiye davamlı xeyr ihsan qilib dunyoning har taraflariga o'zining qurbonlarini, o'zining zakotlarini Afrikaga, Filistinga, u yerga, bu yerga, Arakonga, Iroqqa ko'taryapti. Ya'ni bu baloni to'sidi aziz qarindoshlar. Biz mujodelimizga buni qilishni o'rganaylik. Shu vaqtda Alloh bizga eshiklarimizni ochadi inshaalloh. Bizning qilayotgan sababiyatimizning natijasini ko'rsatadi aziz qarindoshlar. Bugün chet elda mücadele ilib berayotgan bütün qarindoshlarımızga Allah rahmet qilsin. Bu Arafa günüde o qarindoshlarımızga dua qilaman. Bütün qarindoshlarimiz bugün dua qilamiz. Norvegiya yoshlar harakatiga dua qilamiz. Finlandiyadagi yoshlar harakati,
Shvetsiyadagi yoshlar harakati, Avstraliyadagi yoshlar harakati, Amerikadagi yoshlar harakati, Turkiyadagi yoshlar harakati, Gollandiyadagi yoshlar harakatiga Alloh subhanahu va taolo kuch-quvvat bersin. Bu yoshlarimizning jasoratini tag'in urg'itib bersin, irodalarini tag'in mustahkam qilib bersin, qadamlarini jang maydonlaridan ayirmasin. Ular tilagan bütün yaxshiliklarni Alloh subhanahu va taolo ularga nasib qilsin. Alloh bizning duoyimizni ijobat qilsin qarindoshlar. Mana shu minutda amin deb yezishdimmi, qo'li barmayotgan qarindoshlarim Alloh hidoyat qilsin aziz qarindoshlar. Uxlamayli aziz qarindoshlar. Jasoratli bo'layli aziz qarindoshlar. Amin deyli. Amin deyli. Allohdan yiroqlashganligimiz uchun nima kunni ko'rayotganligimizni bilamiz aziz qarindoshlar. Allohni o'ylayli. Faqatla Xitoyning zulmi bizga bu ishni qilyapti deb qarab olmayli. Allohdan uzoqlashib ketdik. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ayetini ma'nosini anglab baqayli aziz qarindoshlar. Sizlar bo'lmanglar deydi Alloh subhanahu va taolo. Allohni unutib qolganlardan bo'lib qolmanglar va Allohni unutib qolganlik tufayli Allohmi ularni unutib qolganlardan bo'lib qolmanglar, ular fosiqlardir deydi. Allohni unutib qolgan millat fosiq. Alloh la yahdil qavmal fasiqin. Fosiq qavmni hidoyat qilmaydi, fosiq qavmni qutqazmaydi. Fasık qavmni hürlikka erishtirmaydi, fasık qavmni mustaqil qilib bermaydi, fasık qavmni zulmdan qutuldirib qo'ymaydi aziz qarindoshlar. Biz ikki masalada davomli kallamiz ochiq bo'lsin aziz qarindoshlar. Biri Allohga yaqinlashimiz, ikkinchisi Allohga bandichiligimiz bilan, qulchiligimiz bilan, musulmonligimiz bilan bu hayotimizni davom qilamiz. Buning bilan Alloh bizni dunyodami va oxiratda mazid qiladi aziz qarindoshlar. Qilgan amalimizningki mukofotini olamiz. Kim nima uchun xizmat qilgan bo'lsa, uning mukofotini oladi. Kim Sharqiy Turkistonni mustaqil qilish uchun xizmat qilgan bo'lsa, uning Turkistoni mustaqil bo'ladi. Kim jannat uchun xizmat qilgan bo'lsa, jannati uning qo'liga beriladi. Kim hurlik uchun xizmat qilgan bo'lsa, hurligi uning qo'liga beriladi. Kim nima uchun xizmat qilgan bo'lsa, nima uchun hijrat qilgan bo'lsa, uning mukofoti beriladi aziz qarindoshlar. Uning uchun Uyg'urligimiz musulmonligimizdan hech ayrilgan emasmiz. Uning uchun biz Uyg'ur deganda hech birimiz o'zimizni musulmon deb qaytib olmaymiz. Burun bilmasdan qaytib olgan bo'lsak, bundan keyin qaytib olmaymiz. Biz Uyg'ur. Biz ayni zamanda islomni qabul qilgan bir millatmiz. Islomni qabul qilib bo'lgandan keyin ota-bobolarimiz islomni boshqa millatlarga, boshqa jo'g'rafiyalarga, O'rta Osiyoga, hatto Anadolugacha qanday qilgan, Avropaning yaqinlarigacha, qirg'oqlarigacha islomni yaygan bir millatmiz. Islomdan bizni hech kim ayirib o'tmaydi. Mayli millatchilik nuqtasidan chiqsin, mayli qaysi bir nuqtadan kelsin, biz Uyg'urlar musulmonmiz aziz qarindoshlar. Musulmon demak 5 narsani qilgan kishini biz musulmon deymiz. Buniyal islom ala 50 shahadatu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh degan odam musulmonlik qadimini tashlagan bo'ladi. Va aqimus sola va atuz zakat, namozni qilgan, ya'ni namoz o'qigan va zakat bergan va sam Ramazon iyini, Ramazon ibodatini qilgan yilda bir qitim va hajjul bayt, mana bugun muborak kunda hojilar haj qilyapti. Haj qilishga qodir bo'lgan qarindoshlar haj qilaylik aziz qarindoshlar. Qodir bo'lmaganlarimiz duo qilaylikki Alloh bizni musulmonlarningki qatoridan qilsin. Musulmonlikdan yuzi o'rmayli aziz qarindoshlar. Ayollarimiz islomiy yasanishdan, islomiy kiyinishdan yuzi o'rmayli aziz qarindoshlar. Erkaklarimiz bu mujodilaga chiqishdan hargiz yuz o'rmayli aziz qarindoshlar. Bu bizning sababiyatimiz. Bu bizning qo'limizga berilgan ne'mat. Alloh subhanahu va taolo mushu ne'matni bizga berdi. Bugun Saudiya Arabiston xalqi qilolmaydi bu ishni. Turkiya xalqi qilolmaydi bu ishni. Boshqa yerning odamlari qilolmaydi bu ishni. Faqat biz qila olamiz. Bizni Alloh dunyoning eng cho'ng shaytoni bo'lgan kommunistlarga qarshi bizni tanladi. Biz mushu amalni qilish bilan jannatimizga muyassar bo'lamiz. Sharqiy Turkistonimizning mustaqilligini qo'lga keltiramiz. Millatimizning hurligini qo'limizga olamiz aziz qarindoshlar. Amin deyli. Amin deyli. Uxlamayli inshaalloh. Bu minutlar duo ijobat bo'ladigan minutlar aziz qarindoshlar. Chunki Alloh zamonga tushgan bir vaqt, Allohning
melekleri, Allah'ın malaikeleri zamanı düşken bir vakit. Bütün malaikeler hazır. Allah bilen birlikte, yani milyonlarca sanaksız malaike, perişte zımınğa müşta qarab turayotgan bir vaqt aziz qarindoshlar. Mana shu vaqtda qilgan duolarimiz ijabet. Allah subhanahu va taala Sharq Turkiston xalqining duolarini ijabet qilib bersin. Pat arada ularning beshidagi bu zulmni ko'tarib bersinki, sabab qilayli. Allah bizning sabab qilayotganligimizni ko'rdi. Bizning erkaklarimizning chiqayotganligimizni ko'rdi. Ko'rgandan keyin 2 ay burun, 3 ay burun chiqqili turibdik aziz qarindoshlar. 2-3 aydan beri xalqaro vaziyat bizga nihoyat yaqinlashyotdi. Sharq Turkistonninki gap hamiyati bo'layotdi. Sharq Turkistonning ovozi chiqmagan jurnal qolmayotdi. Sharq Turkistonning ovozi chiqmagan, BBC, CNN qolmayotdi aziz qarindoshlar. Mana bugun bizning bir qarindoshimiz Angliyadagi bir cho'ng televiziyada hozir naq maydonda Sharq Turkistonning ovozini anglatyapti. Nima uchun? Sabab qildik, sabab. Bu sabab qilganning natijasini ko'ryapmiz. 10 yil burun mushni qilgan bo'lsak, bu 10 yil burun boshlanib bo'ladi. 10 yil burun Sharq Turkistonning ovozini Turkiyaga, Amerikaga va Arabistonga, islom dunyosiga anglata olgan bo'lsak, biz bugun Sharq Turkistonni anglatamiz deb o'tdamaydik. Ikkinchi bir baldoqqa chiqib, ikkinchi qadamimizni besib qo'ygan bo'ldik. Ammo unda qilamadik. Bir qadam kechikdik, shunda bo'lsa-mu biz chiqayli. Ham bu qadamni bugungi yoshlarga nasib qilibdi aziz qarindoshlar. Bugun o'tirg'i chiqayotgan yoshlarimiz yangi bir qadam bilan, yangi bir davr bilan, yangi bir kalla bilan, yangi bir tushuncha bilan ish qilyapti aziz qarindoshlar. Pat arada bularni ko'rasizlar inshaalloh. Yangicha bir planlarni ijro qilyapti. Cho'nglarimizdan xafamaymiz, ammo Allah ularning qadamini zoya qilib o'tmasin. Ular bizga bu inqilobni maros qildi. İnşallah bundan keyin biz bilan birlikda bizning keynimizdan mengishini umid qilamiz aziz qarindoshlar. Bundan keyin biz ko'nichi usul, ko'nichi taktika, ko'nichi siyosat, ko'nichi tafakkur qiladigan har qanday tashkilot, har qanday rahbarning keynidan biz mang'anmaymiz aziz qarindoshlar. Biz yangicha tafakkur, yangi siyosat, yangi yo'l bilan ular bilan birlashib turib, ularning tajribaga asoslanib turib, biz bu kurashning oxirini davom qilamiz aziz qarindoshlar. İşimizdeki xainlarni butunlay supurib tashlash uchun qadam tashlaymiz aziz qarindoshlar. Yani yangi bir qadamni yetishtirishimiz Allah subhanahu va taolo mana shu vaqtda bizning duolarimizni ijobat qilsin. Yoshlarimizga Allah subhanahu va taolo bizningki jasoratimizni ulg'ayishiga Allah nasib qilsin. Ikramda ko'ryapsizlar, bugun Arafa günü milyonlarca ağacı tıkmak, bisik Arafat'tan Muzdalife'ge qarab ketyapti. Aralığı taxminan 10-12 kilometr atrofidagi bir yer. Qadam mengib, bir-birini yuttirishib qo'yib, nihoyat jafoda Muzdalife'ge keldi va bu yerda tog'da bir kecha qo'namiz. Qo'nib ertasiga namozni o'qib bo'lgandan keyin bu yerdan qo'zg'alib nimaga boramiz? Minoga boramiz. Ya'ni Muzdalifa ikki tog'ning o'ttirisi. Aynı zamanda Adem alayhissalom va Havvo onamiz tushib shu yerda uchrashgan. Adem alayhissalomninki zaminga tushirilgan yer bo'lsa Arafat. Mana bu yerda Adem alayhissalom bir mezgil yashagan. Undan keyin Muzdalifaga kelgan. Arafat, Muzdalifa, Mina insonlarning eng dastlabki yashagan zaminlar ikki tog'ning o'ttirisi. Bu yerda undaq yataqliq bir yer yo'q, faqat tog'lar, toshlarningki ustida yaqinlarimiz, putlarimiz, qo'llarimiz, boshlarimiz ham toshning tubida shundaq yotimiz. Yani Allohga labbeyk, Allohumma labbeyk. Ey Allah, men sana hozir, men bu toshning tubida yetishga hozir. Men bu kecha bu sovuqda shunda sovuq bo'lib ketdi shu kuni. Her yıl soğuk olup gidiyor. Bütün yılın her günü ıssık ama şu günü toңap titrep keçice toңumuz neme için keçice şamal çıkıyor, hatta yağmur yağıp gidiyor. Çünkü bu sınav keçisi. Yani ihram var üstümüzde. Bir yalang'aç bedeninin üstüge iki tal rəxni atıp alımız. Hiç kim kiyim giyişki olmaydı. Hiç kim qilin binasını kiyemeydi. Şu ihram bilallah şu tağının taşının tübüde o taşlarımı mındaq neme taşlar, bedenge pitip gidadigan taşlar, şu taşlarning tübüde
yetib Allohga labbeyk Allohumma labbeyk. Ey Parvardigor, biz sana hazırmız deb shu yerda o'zimizning fidokorlikni ko'rsatadigan bir vaqt hozir mana hojilar shu toshlarning tubiga qarab mangdi. Ikki tog'ning o'ttiri, tog'larning ustiga chiqadi, yo'llarda yotadi, bir-biriga uriladi. Shundoq zahmat, shundoq qistan, ajoyib jafo qo'llarda shu taqlar bir-birini turishib qo'ydi. Mana mushu vaqtda bütün farishtalar, malaikalar mushta qarab turdi. Qarab turdi milyonlarcha inson har yili 4-5 milyon insan Hacı ya Rabbi aciz kaldık deb İslam dünyasının en aciz kep qalgan bir əsrdə yaşayatımız aziz qarindaşlar. Osmanlı'dınkin İslam dünyası bundaq bir aciz halatga tushib qolgan emas. Her yili milyon insan ölüp atıdı. Her yili milyon Müslüman katliam qilinyapti. Bununla 5 minut içinde bütün dünyadaki urushni to'xtata oladigan kuch var dünyada. Amerika eğer xalisi 5 minutlik bütün dünyadaki urushni to'xtatib o'tadi. Xitoymi to'xtatib o'talishi mumkin. İsrailmi to'xtatib o'talishi mumkin. Ammo unda bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Unda bo'lmadi. Şeytan bilan birleşken kuchlar İslam dünyasını parçalab etdi. İslam dünyasını yo'qotib etdi. İslam dünyası ikinci qatimliq ahli salib urushini boshladi ve shu kundan itibaren Paris qo'ltiq urushidan keyin 1990-yildan keyin ikinci qatimliq yer sharidagi musulmonlarni qirg'in qilish harakati boshlandi. Bu harakat Afg'onistondan boshlandi. Bugun Iroq, Suriya, Liviya, Yemen, Afg'oniston qatorliq nurg'un davlatlarni o'z ichiga olib, her bir devlette milyon insan öldürülüyordu. Arakan ve bizningki vatanimiz Şarkı Türkistan bunun burullu başlanıp olgan. Medeniyet inqilabida 2 milyonga yaqin insan Xitoy zulmida o'lgan aziz qarindoshlarimiz. Ular o'zini o'ltirgan, bizlarni o'ltirgan. Ya'ni zalim komünist Xitoy tajovuzchi partiyasi o'zining askarlari bilan bizni qirg'in qilgan. Bizning xalqimizni bunu bahana qilib, qalpoq kiydirib, medeniyet inqilobidan boshlab qirg'in qilishga boshlagan. Bugun ikkinchi medeniyet inqilobini qo'zg'adi. Ikkinchi qatimliq kommunizm tajovuzchi harakatini boshlab medeniyet inqilobidan meshib ketdi. Bugungi kunda medeniyet inqilobi mahallalarda erkin azod shaklda qirg'in qilgan bo'lsa, bugungi kunda kamplarga berib bu yerdan o'liklarimizni tashlab beryapti. Dünya bununla sessiz. Bununla avaz qaytılmadı. Çoğun güçlerimi bununla avaz qaytılmadı. İnşallah bunun hesabını aladigan bir vakit keladi inşallah. Bugünkü İslam ümmetinin çöküp ketişi bilen, acizlap ketişi bilen biz hem ümmetke sözümüzni anlatmayapmiz. Bir Arap qarindishimizning qishig'i berib, biz derdimizni anglatsak, o o'zining derdidan datlayapti. Bir Türk qarindishimizning qishig'i kelsak, bizning ahvolimiz oson emas. Bizni bular yevetmekçi, bizni vayron qilmoqchi, Turkiyani yo'q qilib etmoqchi deydi. Saudiya Arabiston bizni yo'q qilib etmoqchi deydi. Biz İslam ummatining asosli g'olliq a'zo davlatlariga hech qanday ovozimizni anglatmayapmiz. Ummatga ham ovozimizni anglatmayapmiz. Chunki sababiyatimiz ham ojiz ve İslam ummati mushu 20 asr mobaynidagi eng aciz holatga tushib qolgan vaqtlardan birisi. Aynı zamanda 11-12 yüzyıllarda yoki 13 yüzyıllarda Moğol imperatorluğununki nimasi bilan İslam ummati bir qatim qattiq qirg'in qilingan edi. Undan keyin bir qancha cho'ng urushlar bo'lib qirg'in bo'landi, ammo ma qatimdagidek bunday bo'lmadi. Ma qatim ajoyib cho'ng bir qirg'inchilikqa quchqidi İslam dunyosi. Milyonlarcha inson o'ldi. Buning ichida bizmi bor. Bizni maxfiy o'ltiryapti Xitoylar. Buning uchun butun ummatga Allohdan kuch tilaymiz ve ummatning ichidagi eng ojiz. Hozir ekranda ko'rayotganinglar bütün ummatlarning yig'indisi. Bütün 200 necha davlatdan hoji kelib hozir bu yerda Muzdalifada naq maydon bu.
naq maydondan taqitish beryapmiz. Buni meng'atyapti. Hozirning o'zida meng'atyapti. Shu 1-2 sekund oralig'ida biz naq maydonni ko'rib turyapmiz aziz qarindoshlar. Ya'ni bularning ichida bizning xalqimiz yo'q. Faqat bo'lganlari chet eldagi bir qancha 10 yoki balkim bir qancha yuzda dunyoning har qaysi joylaridan muhojir bo'lib, erkin bir dunyoda, erkin bir dunyoning pasporti bilan ketib borgan qarindoshlarimizni ko'ralaymiz. Bizning xalqimiz basımı faqat bütün yani Xitoy dunyoning ko'zini bo'yash uchun bir qancha insonni apirib, mana biz Sharq Turkiston xalqiga g'ayj qildiryapmiz. Biz Sharq Turkiston xalqiga zulm qilmaymiz, yaxshi kun ko'ryapti deb o'tgan hafta Qaysar munofiqninki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida Sharq Turkiston xalqida undaq kampiraydigan narsa yo'q. Biz faqat ularni chiroyli tarbiyalash uchun nima qilyapmiz, ularni undaq turmaydigan narsa yo'q degandek undaq yolg'on gaplarni qilib dunyoni aldaganga o'xshash bir qancha yuz hoji yoki necha 10 hojini ichiqib, mana mavo uning ko'pinchisi o'zining jasuslari, mana mavo Sharq Turkistondan kelgan musulmonlar, Sharq Turkistonliklar majli qila oladi deb dunyoni aldash uchun bu harakatni qilyapti aziz qarindoshlar. Uning uchun faqat umid bizda aziz qarindoshlar. Alloh bizga qaratadi. Bu nima ish qiladi deb. Bu nima amal qiladi deb. Ve ilan qilib qo'ygan 1900 yilning oldida Alloh subhanahu va taolo "Valyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Qaysinglar go'zal amal qilasizlar, qaysinglar qutuldirsizlar, qaysinglar yordam bersizlar, qaysinglar bu yo'lga chiqisizlar, qaysinglar bu amalni qilasizlar, ahsanu amala, eng go'zalini qilasizlar. Qaysinglar vaziyat jiddiy vaqtida yoshirinib, vaziyat bo'shaganda chiqib emas, eng ehtiyojli vaqtida, eng qis vaqtida, eng ojiz vaqtida chiqib xizmat qilasizlar. Qaysinglar boshqalardan ta'sirlanib chiqisizlar, qaysinglar o'z vijdoninglar bilan chiqisizlar, qaysinglar o'z iymoninglar bilan chiqisizlar va qaysinglar Qur'oni Karimdagi infiru hifalan va thiqalan degan oyatiga asosan chiqinglar degan oyatiga asosan buyruq asosan chiqisizlar deb Alloh subhanahu va taolo "Valyabluwakum" deydi. Sizlarni biz sinaymiz deydi. Bu sinoq dunyosi deydi. Chunki bu hajning mohiyati bir sinoqdan iborat edi. Aynı zamanda bir hacı qarindishimiz deganiga o'xshash bu Makkadan Minoga chiqadi ekanmiz, Minodan Muzdalifa, Muzdalifadan Arafat, Arafatdan Muzdalifa, Muzdalifadan Mino, Minodan Makkaga kirishdan iborat bu bir jug'rafiyani aylanib yurib biz nima ish qilamiz bu yerda deganga o'xshash, bu mengib yuradigan ishkan bu haj deganga o'xshash. Buning shakli mengib yurishga o'xshaydi aziz qarindoshlar. Makkadan Minoga chiqadi bekadan beka. Minodan Muzdalifaga bordi, Muzdalifadan Arafat qo'yib yarim kun o'ltirdi, uningdan keyin yana qaytib keldi. Shakil bu, ammo bu yerda Allohga ma'naviyatimizni, Allohning buyrug'ini o'rindayotganligimizni ko'rsatish. U Minodagi shaytonga tosh otadigan yerda, u yerdagi shayton u yerda bizga tosh otib deb turib turmaydi, faqat simbol toshlarimiz bilan ularga etish orqali o'zimizning ma'naviyatini Allohga ko'rsatish aziz qarindoshlar. Uning uchun bizning bugun millionlarcha, minglarcha, yuz minglarcha askar bor bu Xitoyga tenkilanmasligimiz mumkin. Ammo biz Alloh qil deganini qiladigan bo'lsak, Allohning amriga bo'ysunadigan bo'lsak, inshaalloh Alloh bizningki amalimizni qabul qilsa, xuddi hojilarimizning hajjini qabul qilganga o'xshash bir qabul qiladigan bo'lsa, pat arada biz bundan qutulib ketamiz aziz qarindoshlar. Uning uchun bu sinoqni to'g'ri tushunaylik. Bek yig'lab ketmaylikki, ya'ni duolarimizni yig'laymiz albatta. Ey Alloh, ota-onamni sig'inib ketdim, vatanimni sig'inib ketdim. Bu nima kunni ko'rsatyapsa, men nima bo'lgandima deb ketmayli. Balkim sig'inimiz, ularni eslaymiz, vatanning tuproqlarini sig'inimiz, ammo haddidan ziyoda qaqshab ketishga bo'lmaydi. Chunki Alloh bizni sinash uchun qanday qildi bizni tanladi aziz qarindoshlar. Xuddi ayni zamonda bu hajning boshlamchilari bo'lgan insonlarni sinaganga o'xshash. Ya'ni Odam alayhissalom sinalmaydigan jannat bog'chisidan chiqarilib, sinildigan bir zamonga tushgandan keyin Habil bilan Qobilni Alloh subhanahu va taolo qurbonlik qilishga buyurdi. Ular ikkisi qurbonlik qildi. Birisining qabul oldu, birisining qabul bo'lmadi.
Qabil uningdan keyin hasad qildi Hobilga. Buning qurbonligi nima uchun qabul bo'ladi, mening qurbonligim nima uchun qabul bo'lmaydi deb Hobilni o'ldirdi. Hobilni o'ldirishdagi sabab birinchisi hasad edi. Hasad qiladi unga. Qurbonlik Odam alayhisalomning farzandlariga berilgan tunji qatimliq bir ibodat. Uningdan keyin payg'ambarlar bu yo'lni bo'ylab mangdi. Hazrat İbrahim alayhisolatu vassalomga kelgan vaqtida yana bir qatim bu ish takrorlandi. Ya'ni İbrahim alayhissalom bir kechasi qurbonlik qilib tush ko'rdi. Ya'ni o'g'ilni bo'g'izlab tush ko'rdi. Tush ko'rgandan keyin o'zining eng yaxshi ko'radigan Ismoilning qishig'iga kelib, "Ya Ismoil, ya bunayya, men bir tush ko'ryapman. Tushimda seni bo'g'izlab tushdim. Tush bizlarga berilgan bir amir. Men seni qurbonlik qilishga Alloh tarafdan bir nota topshirib oldim, amir topshirib oldim. Buningga fikring qanday bo'lam deb so'ragan vaqtida Hazrati Ismoil alayhisolatu vassalam "Eliga bir jinim ekan, 100 jinim bo'lsinmi, 1000 jinim bo'lsinmi Alloh yo'lida fido qilishga tayyorman. Sen kechiktirmagin ey ota, meni darhol bo'g'izlig'inki Allohning bu sinovidan o'tgan" deb ota bola ikkalan bu sinovdan o'tish uchun tayyorlandi qarindoshlar. Kabe'ning yanida yerlashgan Ismoilni İbrahim alayhisolatu vassalam ilib Minoga qarab yo'lga chiqdi. Aynı zamanda bunun başlamcısı bo'lgan hicretden ibaret bu sınaq davamlı İbrahim alayhisolatu vassalamga kelgan qarindoshlar. Biz o'zimizni hicret qildik dedik. Biz o'zimizni muhacir deb dedik. Muhacirlar sınaqninki başlamchilarninki qadimini tashlagan insonlar. Muhacirlikning savobi az emas. Muhacirlar o'zining issiq uydan ayrıladi, o'zining bog'varallardan ayrıladi, o'zining ota-onalardan ayrıladi, o'zininki pul-mollardan ayrıladi, o'zining ashu güzel havası bo'lgan, daryolari, tog'lari bo'lgan, bog'chalari bo'lgan shu zamindan ayrılib chiqib, yaqinlarda, cho'l dashtlarda va güzel ko'rangan taqdirdami biz uchun bayovan bo'lgan bu chet davlatlarda yashaydi. Bunun jafosini tortadi. Shu muhojirlik hayot aslında nayeti savobi ko'p bo'lgan hayot. Kim muhojirlik sifati bilan buningga qanday qilsa, sabr qila olsa, inshaalloh buningki javobini, buning savobini ola oladi. Odam alayhissalom jannatdan zaminga muhojir bo'lib hijrat qilib chiqdi va uningdan keyingi payg'ambarlarning hammasi İdris, Shish, İbrahim, İshaq, İsmail, Shuayb, Lut, Hud hammasi qanday qildi? Hijrat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham hijrat qilgan edi. Sahobalar hijrat qilgan edi. Tabiinlar hijrat qilgan edi. Varisatul anbiya bo'lgan ulamolar hijrat qilgan edi. Bugungi kunda chet eldagi muhojirlarni hijrat qilishning sharifiga Alloh subhanahu va taolo erishtiribdi. Biz bu ne'matga qarshi chiqmaylik. Biz bek datlab ketmaylikki, "Voy men nim bo'ldim, nima kunni ko'ryapman, nima uchun bunda bo'ladi" deb baddidan ziyoda qaqshab ketmaylik. Allohga o'zimizning go'zal qalbimiz bilan duo qilaylik. Ey Parvardigorim, meni muhojirlarning qatoridan qilsa, men sana sabr qilguvchi bo'laman. Meni sabr qilguvchilarning qatoridan topsa, ey Alloh, men sabr qilaman. Pat fursatda balkim vatanimizni ko'rishga o'zing nasib qilsa, xuddi Rasululloh alayhisolatu vasallam necha 10 yildan keyin o'zining Makkasiga qaytib kelganga o'xshash, sahobalar qaytib kelganga o'xshash bizlarni pat fursatda Makkimizga, Sharq Turkistonimizga qaytirib kelgan ey Parvardigorimiz deb duo qilamiz aziz qarindoshlar. Hicret keyin İbrahim alayhisolatu vassalamga, ya'ni bu qurbonlik ibodatininki sohibi bo'lgan İbrahimga keldi. İbrahim Babildan ayrılib hicret qildi. "Inni zahibun" dedi. "Men chiqaman" dedi. "Alloh yo'liga chiqib bu dinimni qutuldirma, tavhidimni dunyoga yoyaman" dedi. İbrahim alayhisolatu vassalam Misr, Filistin, Iroq mushu zaminlarga keldi. Hatto keyingi zamonda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan Hajarni ilib hijrat qilish navbati o'zining ayoli bo'lgan Hajarga ham keldi va Ismoilga ham keldi. Ular chiqqan edi. Uning uchun muhojirlar o'zini kichik chaqlamasin. Muhojirlar o'zining har bir qadamininki ajr berilayotganligini bilsin aziz qarindoshlar. Menga ajr berilayotdi, sizga ajr berilayotdi. Mangan to'g'a yerimizga ajr berilayotdi aslında aziz qarindoshlarimiz. Ya'ni hajning o'zi bir hicret, muhacir hayat. Bütün dünyadan Kabe'nin atrafına yığıldı. Muhacirlik, hicret aynı zamanda qanday oldu?
İbrahim'den ötep Hacer'ge hem bu sünnet oldu. Yani bu buyruk verildi. Ayalın Hacer'ine elip çıkkın dedi Allah subhanahu wa ta'ala. İbrahim aleyhissalatu vesselam Hacer'ge biz bir yerge barımız dedi. Hacer mi hem biz nege varımız, min nege birse, nege taşlı ötse, aval dep begin dep cahillik kılıp özünün yol dışıga onda dep turulamadı. Çünkü Hacer özünün yol dışıga işta etmen bir ayal idi aziz kırındaşlar. Hacer özünün kuchqudaki bovuqi İsmail'ni ilip ya İbrahim bu bovaq bilan biz nege varımız dep tani qilmasdan chiroyliq İbrahimning keyinden mangdi. Ular mangdi uzun yolni besip ashu giyami önmeydigan, qush quchqachma bo'lmagan, hech qandaq bir hayotlikning izi ko'rinmaydigan qumliqning ichida, cho'llikning ichida uzun mangandan keyin Alloh subhanahu va taolo belgilagan bir yerga kelib to'xtadi aziz qarindoshlar. Bu yerda suvmi yo'q, uchar qushmi yo'q, qurt qo'ng'izmi yo'q, hech nima yo'q. Xuddi taklamakan cho'liga o'xshash, taklamakan qumliqqa o'xshash bir qumliq. Uningdanmi qiziq qumliq, uningdanmi cho'ng bir qumliqninki qap o'tirg'i kelib, shuning bir belgilangan bir yerga kelgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo tur dedi. Shu vaqtida İbrahim alayhissalatu vesselam ayoli Hajar bilan İsmailni bu qumliqninki o'ttirsiga bu yerga tashlab qo'yib ketyapti. Men ketdim dedi İbrahim alayhissalatu vesselam. Chunki buyruq menga mushundaq berildi dedi. Buyruq menga mushundaq berildi dedi. Hazreti Hacer aleyhissalatu vesselam anımız ya İbrahim nege ketyapsiz? Meni suvmi yo'q, hech nima yo'q, bu cho'lga tashlab qo'yishingizda bir hikmat bormi? O'zingning xiyolidimi yoki Alloh bizni bu yerga tashlab qo'y deganligi uchun tashlab qo'yib ketyapmisan ya İbrahim deganda İbrahim aleyhissalatu vesselam Allohning bu buyrug'i dedi. Hacer bu yerda yig'lab qaqshab o'zini kachatlab qandam men bu yerda turib qolay. Bu qandam vafosiz edi. Bu qandaq ishdi deb bundaqmi qilmadi. Alloh menga bu hijratni, bu muhojirlikni bergan bo'lsa, men bunga sabr qilaman dedi. Hacer bilan İsmail aleyhissalatu vesselam bu yerda qoldi aziz qarindoshlar. Bu yer Hazreti Adem jannatdan chiqarilib zaminga tushirilgan vaqtida Adem Allohga ibodat qilish uchun bir uyni yasagan. Shu uyga kirib Allohga ibodat qildi. Gunohiga tövbe qildi. O'zining duosini o'qiydi. Ey Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik deb Hazreti Havvo bilan Hazreti Adem bu uyning ichida Allohga duo qilib ibodat qilgan bir uy edi. Vaqtning o'tishi bilan bu uy buzilgan. Bu uy ko'milib ketgan. Bunun iznasi qilmagan. Alloh bu uyni qaytadan insho qilish uchun, qaytadan qo'pirib, qaytadan tiklash uchun, qaytadan bu uyni yasash uchun Hazreti İsmail bilan İbrahimga bu ne'matni bu yerda bermoqchi edi. Sinoq bu shaklda boshlandi. Sinoqning keyinda bir ne'mat, bir mukofot bor. Bu mukofot bo'lsa, Ka'bani biz ulug'laydigan, biz davomli tavob qiladigan Ka'bani yasash ne'mati İsmail bilan İbrahimga berilishning oldidagi jarayon edi bu qissada. Hacer aleyhissalatu vesselam bilan İsmail aleyhissalatu vesselam bu yerda yolg'iz qoldi. Ularningki qo'lidagi bir tulum suv bilan bir qancha tal xurmo tugidi. Ular ustida İsmail yig'lashga boshladi. Shu vaqtda Hacer aleyhissalatu vesselam Safa degan yerga chiqib, Safadan Marvaga, Marvadan Safaga taxminan 1 kilometr 950 metr keladigan bu ikki tog'ning o'ttirisida, bu ikki tashliqning o'ttirisida yurishga boshladi suv izlab. Berib kelishi 2 kilometr arilik. Bu yerda har yerda suv izlab bir qanday qilaman deb chorasiz shundoq yurib 7 qatim yugurdi. Undan keyin ilojsiz, umidsizlanib qanday qilaman deb o'tirgan vaqtida Hazreti İsmailning tapınning ostidan o'xchib chiqqan suvlarni ko'rdi. Fontandek bir suv itilib chiqdi shu yerdan va Hacer zamzam degancha Hazreti İsmailning qishiga yugurib keldi. Hazreti İsmailga Alloh subhanahu va taolo zamzam quduqini qanday qildi bu yerda in'om qilib bergan edi. Shu kundan bugungacha zamzam quduqining suyini ichib o'tamiz.
Hacılar içiyotidu. Dünyanın her qaysi joylaridan hacılarımız hep kelgan zamzam suvlarini ichiyotimiz. Bu shifoliq suv ularga baxshanda qilindi. Zamzam quduqi bu yerdan chiqdi. Bunun egisi Hacer bilan İsmail alayhissalatu vassalam. Bu yerga qushlar uchib keldi. Darhol buning atroflariga o'simliklar, gul-giyolar unib chiqishga boshladi. Bog'chilar bo'lashga boshladi va bu quduqninki mashhurligi, buning nomi Arab cho'lligiga, Arab dunyosiga, Arab yarimoroliga taqilishga boshladi. Bu yerdan o'tgan Jurhum qabilasi va arablar, karvonlar buning atrofiga keldi va bu yerda suv ichdi, bu yerda yerlashdi va bugungi Ka'ba, bugungi Makka, bugungi Madina, bugungi Saudiya Arabiston bu yerda shu İbrahim alayhissalatu vassalamning zamonidan boshlab Madinalashishga boshladi. Madaniyatlasishga boshladi, ya'ni ma'nosi shaharlashishga boshladi. Shu kundan keyin bu yerda İbrahim bilan İsmoilninki qadamlari, izlari bilan bu yer ovotlashishga boshladi. Bir kuni İbrahim alayhissalatu vassalam ikkinchi bir vazifaga atlandi aziz qarindoshlar. Allohning Ka'bani bino qil degan buyrug'i bo'yicha İsmoilning qishig'iga kelib, "Ya İsmoil, bu yerga Alloh o'zining uyini yasashni buyuryapti" deb, ayni zamonda Odam alayhissalom yasagan shu uyning o'g'lining, ya'ni uyning joyiga İbrahim bilan İsmoil Ka'bani bino qilishga boshladi. İsmoil alayhissalatu vassalam toshlarni to'shib İbrahimga sunnati, İbrahim bo'lsa toshni o'lg'a joyiga qo'ydi. Ular shunda chunqur o'rnini ko'lab buningga toshlarni qo'yib Ka'bani bino qilgan bo'ldi. Va Ka'baning bayrami va ikkinchi bir sinoqning boshlanishi bo'lgan bugun o'tirg'i chiqdi aziz qarindoshlar. Arafa kuni. Shu vaqtda bu ikkalan Ka'bani bino qilib bo'lgandan keyin va buning atrofida cho'gilib va bu uyda namoz qilib qilgan bir zamonlarda ikkinchi bir sinoq keldi. O'g'lini qurbonlik qildi Alloh subhanahu va taolo. Hazrat İbrahim o'g'lini qurbonlik qilishga maslahat solganda İsmoil hargiz kechiktirmagan ey ota deb bunga rozi bo'ldi. Shuning bilan bu ikkalan Minoga qarab yo'lga chiqdi. Minoda dal bugun hojilar shaytonga tosh otadigan yerga kelgan vaqtida shayton vasvasa qildi. Ey İsmoil, dadang seni bo'g'izlamoqchi, dadang seni qurbonlik qilmoqchi Alloh yo'liga. Dadang seni aldab akidyotidi. Dadang seni bugun o'ltirdi degan vaqtda İsmoil "Eloq bir jinimga 1000 jinim bo'lsa-mu, men Alloh yo'lida fido bo'lishga rozi" deb shaytonni qijil qilgan. Shayton qarshi jangga o'tgan, shaytonga o'zining teshini atgan İsmoil. İsmoil tosh etishi bilan shu kundan bugungacha butun hojilar shu yerda shaytonga tosh otadi. Shaytonga tosh etish İsmoil alayhissalomning sunnati bo'ldi. Hacer ishni boshlab bergan bu hajninki beshini. Hacer Safodan Marvaga 7 qatim yurgan İbrahim oilasidagi. İbrahim qurbonlik qilish uchun qurbonlik qilgan. İsmoil tosh otgan. Mana bu 3 kishi, ya'ni İbrahim oilasi hajninki ayni zamonda Alloh tarafidan buyurilib amaliyotida ko'rsatgan bir oila. Hammasi sinoq aslida. Buning oqi ko'rinishida nihoyat cho'ng bir sinoq bor. İbrahim alayhissalom İsmoilni nihoyat yaxshi ko'rdi. Uningdan ayrılg'isi kelmaydi. Ammo Alloh meni qurbonlik qil da'vat qilib tursa, men qanday qilaman? Men Allohning bandasiman. Allohning muhabbatidan mening farzandimning muhabbati ustun bo'lolmaydi har vaqt deb, xuddi biz Allohning muhabbati uchun, vatanning muhabbati uchun, shu ota-onalarimizdan ayrilib chiqqanga o'xshash, ayni zamonda İbrahim o'ziningki fidokorligini, o'zining sinoqdan o'tadiganligini Allohga ko'rsatish uchun İsmoilga so'z qildi. İsmoil ham ma'qul dedi va bu yerda ikkalan bir-biridan ayrilmoqchi aziz qarindoshlar. Biz bugun ota-onalarimizdan bir qancha zaman ayrilib chidayolmayotimiz. Ularni sog'inib ketyapmiz. Shu vaqtda İbrahim
İsmoilni bo'g'izlash uchun taklif qilgan. Bular Muzdalifaga keldi, Minoga keldi. Bu yerda İsmoil alayhissalatu vassalam men Allohning buyrug'iga qarshi chiqib qolmay, meni orqamdan bog'lab, qo'llarimni bog'lab, keynimdan pichoq urgan deb İbrahim alayhissalatu vassalam onu dedi. İbrahim alayhissalatu vassalam Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ve lillahil hamd. Hamd sana Allah için. Biz Allah için. Lebbeyk ya Allah. Ey alemlerinin perverdigarı, ben senin için teyyab oldum. Oğlumnu kurbanlık kılmakçımın. Her neyse senin için. Biz senin mülkümüz. Biz bu sınaqdan öteşini halayımız deb pichoqni suyga vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala cennetten bir qo'shqani bosh kelinga tushirib berdi va ularni qutuldirib qoldi. Inna kazalika najzil muhsinin fa innahu min ibadil mu'minin degan oyatni tushirish bilan biz mana shundoq sinoqdan o'tkichi mu'minlarni mukofotlaymiz deb mukofotini Allah subhanahu wa ta'ala bu yerga sinoqdan keyin bilib berdi. Undaqda bizning sinoqimizning keyinda qanday bir natija bor? Biz muhacirlar yig'latimiz, qaqshatimiz. Biz köreş qilish uchun kecha kunduz o'ylanayotimiz, menayotimiz, so'zlayotimiz, anglayotimiz. Bizning bu siniqimizning keyinda nima bor aziz qarindoshlar? Bizning bu siniqimizning keyinda nima bor? Qaysi natija bor? Allah subhanahu wa ta'ala pat arada bizga buning natijasini berdi. Buning savobini berdi. Buning mukofotini berdi. Biz buning ishonishimiz kerak. Chunki tarix bizga buni ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Medine'ye hicret kılıp özününki İslam'ını yaygandan keyin Mekke'ni fetih qilib berdi, azat qilib berdi. Biz hem Şarkı Türkistan'ımızdan çıktık, sebebiyetini doğru orundaydigan bolsak, Allah bizden Şarkı Türkistan'ımızdan azat qilib berdi. Çünkü biz şu peygamberinin ümmeti biz. Biz İbrahim'nin milleti biz. Milleti İbrahim Hanife biz. Biz ümmeti Muhammediye biz. Biz hem milleti İbrahim'i tutuşumuz, hem biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tutuşumuz. Biz ularning keyinidan kelgan izbasarlar biz. Ular ko'rgan sinoqni ayni yashayotimiz. Ular hijrat qilgan bo'lsa, biz hijrat qildik. Ular ota-onasidan ayrilgan bo'lsa, biz ota-onamizdan ayrildik. Ular vatandan ayrilgan bo'lsa, biz vatanimizdan ayrildik. Ular qanday qiyin kunlarni boshdan kechirgan bo'lsa, biz shu qiyin kunni boshdan kechiryapmiz aziz qarindoshlar. Buning uchun bizga mukofot yo'qmiki? Ularga mukofot bor. İnşallah bizga mukofot bor. Biz buniga ishonishimiz lozim. Pat arada Şarkı Türkistan'ımızın müstakil bolduğanlıqıga, xalqımızın hürlik erişidiganlıqıga, dinimizin, milletimizin aşu depsende kılınayotgan aciz singillerimizin hürlik erişidiganlıqımızga çokum işencimiz bolsun aziz qarindoshlar. Ümit üzmeli ki la tahzanu ve la tehinu ve entumul a'launa in kuntum sadiqin degan oyatga ishonaylik. Allah'tan ümitni üzmanglar, g'am qilmanglar. Sizlar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, sizlar bu sinoqdan o'tadigan bo'lsanglar, sizlar bu muhojirlik sinoqidan o'tadigan bo'lsanglar, sizlar bu judolikdan ayrilishning sinoqidan o'tadigan bo'lsanglar, sizlar qurbonliqlarni qiladigan bo'lsanglar, sizlar pul milinglarni bu yo'lga ataydigan bo'lsanglar, sizlar yoshlar chiqib bu safning oldingi qatorida o'zinglarningki harakatini ko'rishni qila oladigan bo'lsanglar, in kuntum mu'minin va antumul a'laun. Sizlar ustunlik qozonasizlar, sizlar g'alaba qilasizlar. Sizlar degan maqsadga yetisizlar dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Bu oyat kimga tushdi? Bu oyat bizga tushdi aziz qarindoshlar. Bu oyat faqat Makkadagi bir qancha tal arabga tushgan oyat emas. Bu oyat Saudiya Arabistonga tushgan oyat emas. Bu oyat qandoqki butun ummatga tushgan bo'lsa, Sharq Turkiston xalqiga tushdi. Butun ummat buning uchun kurash qilayotgan bo'lsa, Sharq Turkistonlik Uyg'urlar uchun tushdi. Qur'oni Karimda Uyg'urlarning o'rni bor. Qur'oni Karimda Sharq Turkistonning o'rni bor. Qur'oni Karimda o'zini ummatning bir parchasi chaqlayotgan sizlar bizning o'rnimiz bor aziz qarindoshlar. Biz ummatmiz, biz musulmonmiz, biz Qur'onga ishonguchilar biz. Biz Allohning bandalari biz. Allah shu payg'ambarlarni va ularning keyindan mangan insonlarga mukofot berganligiga o'xshash bizga mukofot berdi. Bizga Sharq Turkistonimizni qaytarib berdi, bizni jannatiga daxil qiladi, bizni dunyoda va oxiratda yaxshi yashashga nasib qiladi. Faqat sharit in kuntum mu'minin, in kuntum fa'ilin, in kuntum ja'ilin. Agar shuni qila olsanglar, agar mu'min bo'la olsanglar, yuşurnamamışsanglar Qur'onning keyniga va Kabening keyniga va bechorlikning keyniga chiqsanglar, jasoratlik bo'lsanglar, irodalik bo'lsanglar, bu kurashni davom qilsanglar, bu iqtisodni sarf qilsanglar, bu haq so'zni qilsanglar, dunyoning har qanday bir yerida bosh egmasdan o'zinglarning qurolini, Qur'onini, armiyasini, kuchini, iqtisodini, qalbini, jismini
ma'naviyatini chiqara olsanglar va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allohning sizlarni g'albiga erishtirdiganligiga ishonch qiladigan mu'minlardan bo'lsanglar, sizlar g'alaba qozonasizlar dedi Alloh subhanahu va taolo. Bu bizga tushgan oyat bu. Bu bizga so'zlangan so'z. Qur'oni Karimdan o'zimizni ayrim qila olmaylik. Qur'oni Karim bizga tushgan Qur'oni Karim. Uning uchun Qur'oni Karim bizga qandoq bo'ldi? Tarjima qilindi. Bizni tushungidek shaklda bizga olib kelindi. Qur'oni Karim faqat arablarga tushgan bir kitob emas. Qur'oni Karim faqat farislarga tushgan kitob emas. Qur'oni Karim biz Uyg'urlarga tushgan kitob aziz qarindoshlar. Qur'oni Karimda berilgan mukofot boshqalarga qandoq berilgan bo'lsa, bizga ham shundoq beriladi. Faqat biz bu Qur'onda amr qilingan ishni qila oladigan bo'lsak, nima ish qilamiz? Allah bizni haqni so'zla dedi, haqni so'zlaymiz. Allah bizni maydonlarga chiq dedi, chiqamiz. Allah bizni qo'lingga qurol ol dedi, olamiz. Allah bizni namozingni ijro qil dedi, qilamiz. Allah bizni musulmoncha kiyin degan bo'lsa, kiyinimiz aziz qarindoshlar. Allahning buyrug'iga ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwatish shayton oyatiga amal qilish bilan o'zimizni isbotlaymiz aziz qarindoshlar. Ey mu'minlar, islomning ba'zi amallarini qilib, shariatning ba'zi takliflarini qilib, ba'zi takliflarni tashlab qo'ymanglar degan oyatiga asosan hammani qilamiz. Qalamimiz bo'lamiz, qalamimiz bilan, qurolimiz bo'lamiz, qurolimiz bilan, ilmimiz bo'lamiz, ilmimiz bilan, iqtisodimiz bo'lamiz, iqtisod bilan biz qanday qilamiz aziz do'stlarim? Biz bu kurashni, bu jangni, bu mujodilani qanot yaydiramiz. Tashviqotimiz bo'lamiz, tashviqotimiz bilan bu jangni davom qilamiz aziz qarindoshlar. Meningki ovozim herhalde yaxshi chiqadi deb qarayman, balkim sizlarning undoq chiqmagan bo'lishi mumkin aziz qarindoshlar. Ya'ni xulosada Hajar onamiz bugungi kunninki sunnatchisi, yo'l boshlovchisi va uning yo'ldoshi bo'lgan Ibrohim alayhisalom bugungi kunning yo'l boshlovchisi, sunnatchisi va bugungi Arafa kunining qurbonlik kunininki boshlamchilari va Ismoil bugungi qurbonlikninki shohidi va millionlarcha insonning qurbonlik qilganligininki boshlamchisi Hazrat Ismoil alayhisalom. Allah bizning qurbonliklarimizni qabul qilsin aziz qarindoshlar. Allah bizning qurbonliklarimizni qabul qilsin. Allah bizni qurbonlik qila oladigan mu'minlarning qatoridan qilsin. Allah subhanahu va taolo bütün hajlarimizning qurbonligini qabul qilsin aziz qarindoshlar. Birozdan keyin biz Sharq Turkiston xalqiga duo qilamiz. Duo qilgan vaqtida uxlamay amin degan bo'lsanglar aziz qarindoshlar. Aziz do'stlar, İbrahim bilan İsmoil sinoqdan o'tdi. Ular Kabe'ga qaytib keldi. Mukofotga erishdi. Endi navbat bizga keldi. Qurbonlik zamoni, fidokorlik zamoni, qurbonlik qilish bir simbol, u bir qoida, u bir shakl. Allah bizning qo'ylarimizningki go'shtlarga ehtiyoji hech yo'q. Qonlarga ehtiyoji yo'q. U qo'yning terilariga, tuklariga ehtiyoji yo'q. Faqat Allah bizningki fidokorligimizni ko'rmoqchi. Bu inson qurbonlik qilamdi, bu inson qurbonlik beramdi deb bizningki amalimizga qaramoqchi Allah subhanahu va taolo. Qurbonlik zamoni, qurbonlik minutlari shu daqiqalarda ko'p deganlarimiz ata o'zimizning qurbonliklarini qilamiz va uni aqrabolarga, tuqqanlarimizga taqtimiz, kishilarga xayr ihson qilamiz. Allohga birsimizning qurbonligi yarab qolsa inshaalloh bizningki bu duolarimiz ijobat bo'ladi aziz qarindoshlar. Ya'ni buning simboli Allah yo'lida fidokorlik qilish. Allah yo'lida fidokorlik qilish. Bugun aslini qilib ta'sini tashlab qo'yadigan bir zamon emas. O'zimizning fidokorligini Allohga ko'rsatish. Bugun hammalarning o'rnimizdan dast turadigan kunimiz aziz qarindoshlar. Hammalar umumyuzlik fidokorlik ko'rsatadigan
kunimiz aziz qarindoshlar. Bugun Sharqiy Turkistonningki ko'rayotgan kunini, u xalqimizning tortayotgan azob uqubatini qayta deyishning hojati yo'q. Faqat men bu yerda bir narsani qarindoshlarimizga deb o'tib ketaman. O'tgan hafta bir xabar keldi Sharqiy Turkistondan. Buningga hammalarningki xabari bor bu ishdan. Ko'pinchilarimizning xabari bor. 16-17 yoshlik bir Sharqiy Turkistonlik singlimizga, qarindoshimiz, hamshirimizga bir 40 necha yoshlardagi Xitoy elchi kirgizibdi. Ya'ni olaman debdi. Bu aile balam kichik debdikan. Kichik bo'lsinmi, cho'ng bo'lsinmi, nim bo'lsin, u menga berish kerak debdi. Aile amalsiz qolibdi. Biz o'zimizga nomusni, vijdon, iymon deb bildigan bir millat. Bugun bizning bir singilchiqimiz o'zidan 20-25 yosh cho'ng bir Xitoyga majbur xotinlikqa taklif qilinayotgan bu vaqtda bizning ko'zlarimizdan haqiqatan yosh oqdi. Haqiqatan o'zimizning erkakligidan, o'g'ilvonligidan nomus qildik aziz qarindoshlar. Men shaxsan qattiq nomus qildim. Biz erkakni deb qoldim. Dunyoda bizdek bir ojiz holatga tushib qolgan millatning bormidi? Dunyoning qaysi bir yerda bir millat bundoq bir holatga tushib qolgandi deb Afrikalarni o'ylab ketdim. Afrikada bir millat bir millatga tajovuz qilib kirsa, bir qabilaga kirib u yerda u yerni xonavayron qilib, ularni ezib o'ltirib chiqib ketsa, ikkinchi qitim ular o'rnidan turib kirib, yana bir o'zini bo'zaq qilgan shularningki ziminiga bostirib kirib o'chini ola oladi ekan bugungi kunda. Ammo biz unda qilolmaydi ekanmiz aziz qarindoshlar. Biz hech nima qilolmaydi ekanmiz. Biz qo'limizdan hech narsa kelmaydi ekan. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloninki bizdan kutgan umidining ko'pinchisini biz qilolmaydi ekanmiz. Ammo qo'limizdan kelgan imkoniyatni turibmi buni qilolmaganligimizga haqiqatan o'kindim aziz qarindoshlar. Ya'ni bu sing'illarimizning nomusini qo'g'dash, bularni qutuldirish har bir Uyg'urga va har bir muhojirga farz ayin aziz qarindoshlar. Kimiki bugun shu Sharqiy Turkiston xalqini qutuldirish uchun yo'l mangmasa, uning mujodilasiga atlanmasa, u kurashga atlanmasa aziz qarindoshlar, bu jihatdan, bu yo'ldan, bu kurashdan bosh tortgan bo'ladi. Bu farz ayindan bosh tortgan bo'ladi. Buningki jazosini cho'qim tortadi aziz qarindoshlar. Aziz do'stlarim, buning uchun biz Allohdan qo'rqaylik. Ashu sing'illarimizning qisosini, ashu sing'illarimizning antini ilish uchun hammaylar qo'zg'alaylik. Inshaalloh qo'limizdan kelgan imkoniyat bilan biz bu kurashni davom qilib boqaylik aziz qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammaylarga kuch-quvvat bersin, jasorat bersin. Amin deylik aziz qarindoshlar. Amin deylik. O'rinliqni Alloh bizdan ko'tarib olsin. Bugun o'rinliq qilib faqat kunini, vaqtini tilamchilik qilish bilan, boshqalarning xayr saxovatiga qarab qilish bilan o'tkazayotgan shu qarindoshlarni Alloh hidoyat qilsin. Alloh bizga ishchan bir qalb ato qilsin. Alloh bizga emgakchan bir qalb ato qilsin. Tirishchan bir qalb ato qilsin. O'rinliqni bizdan chiqarib olsin. Rasululloh alayhisolatu vasallam o'rinliqdan, qarzdorchilikdan qattiq panoh tilagandek, biz ey Alloh sendan qarzdorchilikdan panoh tilaymiz. O'rinliqdan panoh tilaymiz. Xalqimizni ishchan qilib bergin, muhojirlarimizni ishchan qilib bergin. O'zininki halol tari bilan ishlab tepib kunni o'tkazadigan muhojirlarning qatoridan qilgan Parvardigorimiz. Duolarimizni ijobat qilgan ey Alloh. İşlerimizni yurishlik qilib bergin ey Alloh. Sharq Turkiston xalqininki ko'rayotgan kunini yaxshi qo'yib bergin. Ularni qilayotgan Xitoy zulmini ko'tarib etgin. Ashu biz ko'rishmayotgan ota-onalarimizni sog'-salomat saqlagan. Ashu nazik kamplarda o'lib ketayotgan qarindoshlarimizga shehidlik ato qilgan. Ashu kamplarda qiynalayotganlarga bir rohatlik bergin. Ashularga bir hurlik, yaqinqi bir zamonda mustaqillik ato qilib bergin. Bu mustaqillikni
bu hürlikni bizning qo'limiz bilan qilishga, bizningki sababimiz bilan qilishga nisib qilgin ey Alloh. Ey Alloh, duolarimizni ijobat qilib bergin. Shu ezilgan xalqimizni qutuldirib bergin. Sharqiy Turkistonimizni qutuldirib bergin. Ey Alloh, bugun duo ijobat bo'ldigan bu muborak kunda kasallarimizga shifolik ato qilgin. Qarzdorlarimizning qarzini ko'tarib o'tgin ey Alloh. Acizlarimizni kuchli qilgin ey Alloh. Qadamlarimizni bu jang maydonida, bu kurash maydonida mustahkam qilib bergin ey Alloh. Bizni keyingi dajidigan kishilarning qatoridan qilmasli ey Alloh. Ey Alloh, bizni xoinlarning qatoridan qilmagin. Bizni munofiqlarning qatoridan qilmagin. Xoin va munofiqlarni o'zing hidoyat qilgin. Hidoyat qilmasang ularni vayron qilgin ey Alloh. Ularning oilasini vayron qilgin ey Alloh. Ey Alloh, biz bu xoinlarga, biz bu munofiqlarga beddua qilamiz ey Alloh. Kecha kunduz beddua qilamiz ey Alloh. Ey Parvardigorimiz, bugun Sharqiy Turkistonning ichidagi xoinlarga va munofiqlarga sendan la'nat tilaymiz, ularni vayron qilgin ey Alloh. Ey Parvardigorimiz, bugun Turkiyada, Saudiya Arabistonda, Amerikada, Gollandiyada, Shvetsiyada, Belgiyada, Norvegiyada, Finlandiyada munofiqlik qilayotgan Uyg'ur munofiqlarni o'zing qoni vayron qilgin. Ularga tugamas baloyi ofat bergin. Ularni saqaymas kasalga giribtor qilgin. Bu muborak Arafa kunida, duo ijobat bo'lgan kunda bütün melekler, bütün perişteler, bütün malaikeler amin, amin, amin deb turadigan mushu daqiqalarda, mushu chet elde munofiqlik qilayotgan Uyg'ur munofiqlarning hammasini vayron qilgin ey Alloh. Turkiyadagi munofiqlarni vayron qilgin ey Alloh. Bugun tor dunyosida nifoq terayotgan, fitna terayotgan munofiqlarni vayron qilgin ey Alloh. Bugun tor dunyosida fitnaning ishigini ichayotgan, fitna fasodlarini tashviq qilayotgan munofiqlarni vayron qilgin ey Alloh. Ey Alloh, chet eldagi qarindoshlarimizni setayotgan, ularning arxivlarini yo'llayotgan, ularning ismliklarini, tizimliklarini Xitoyga yo'llayotgan munofiqlarni o'zing xoni vayron qilgin ey Alloh. Ey Alloh, ularni hidoyat qilgin ey Alloh. Chet elda mukinab bo'lgan, hech qilmayotgan qarindoshlarimizni o'zing hidoyat qilgin. Bu mujodilaga, bu kurash yo'liga chaqirib kelgin. Ularni bu ne'matdan hambahr qilgin ey Alloh. Ey Alloh, ularni Sharq Turkistonimiz uchun kurash qildigan, sening rizoligingda sen bizga buyurgan amallarni qildigan haqiqiy mu'min muvahhidlarningki qatoridan qilib ey Alloh. Ey Alloh, bugungi bu ulug' kunda, Arafa kunida ro'za tutgan bütün qarindoshlarimizningki ro'zalarini ijobat qilgin ey Alloh. Maqbul qilgin ey Alloh. Duolarimizni ijobat qilgin ey Alloh. Chet elda sarson sargardon bo'lib turayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning mushkulotlarini oson qilib bergin ey Alloh. Kasallarga shifolik ato qilgin ey Alloh. Pul mollarga barakat ato qilgin ey Alloh. Bugungi kunda tashkilotlarga, bugungi kunda bu mujodilaga, kurashga pullarni hajlayotgan, iqtisodlarni berayotgan bütün boylarimizga ko'plab ajr bergin. Ularning pul mollarini texmi ko'paytirib etgin. Ularning pul mollariga barakat bergin. Ularni texmi saxovatchilarning qatoridan qilgin. Ularga tugamas, bitmas dunyo va oxiratning yaxshiliklarining ishigini ichib etgin ey Alloh. Ey Alloh, bugungi kunda maydonga chiqqan, bugungi kunda xizmat qilman deyotgan, bugungi kunda shu ezilgan xalq uchun yosh to'kayotgan, shu ezilgan xalq uchun vaqtlarini sarf qilayotgan yoshlarimiz, cho'nglarimiz, qarilarimiz, kichiklarimiz, ochlarimiz, singillarimiz, akalarimiz, inlarizningki gunohini mag'firat qilgin, duosini ijobat qilgin, oilasiga xotirjamlik bergin, ayollar o'rtasiga muhabbat bergin, bir-birimizga bo'lgan ziddiyatning o'rniga bir-birimizga bo'lgan muhabbat paydo qilib bergin, bir-birimizni yaxshi ko'radigan qilgin, qalbimizga samimiyat ato qilgin, bir-birimizni yaxshi ko'radigan, bir-birimizni suyadigan, bir-birimizga quchoq ochadigan, bir-birimizga yordamchi bo'ladigan haqiqiy mu'minlarning qatoridan qilib o'tgin ey Alloh. Bizning quchoqlashadigan, bizning bir-birimizga do'st bo'ladigan, bizning bir-birimizga chin kanatlanib zanjirlanadigan vaqtimiz keldi. Bu vaqtni bizga muhim deb bildirgin ey Alloh. Qalblarimizni ichib o'tgin ey Alloh. Kurash yo'llarimizni mustahkam qilib bergin ey Alloh. Bu muborak minutda, bu muborak zamonda,
bu mübarek Arafat tığıga baranmagan bolsakmı, bu yerdeki hacılarımız bilen birge naq meydanda ularni ko'rib turyapmiz. Ularning duasini qandaq ijobat qilsang, bizning duoyimizni shundaq ijobat qilib bergin ey Alloh. Ey Allah, chet elda qiynalıyotgan muhacirlarimizningki günahini mağfiret qilgin, ishlariga o'ngishlik bergin, dükkanlarga barakat bergin. Ey Allah, mal mülklerini texim ko'paytib bergin ey Allah. Vicdanını, imanını texim kuchlantirib bergin ey Allah. Dualarını maqbul qilgin ey Allah. Namazlarını ijobat qilgin ey Allah. Kiyimlerini barpo qilgin ey Allah. Ro'zalarni barpo qilgin ey Allah. Ey Allah, hasadni tugatib etgin ey Allah. Bir-birimizga hasad qilayotganlarning hasadini tugatib etgin ey Allah. Bir-birimizga yomonlik qilmoqchi bo'lganlarning yomonligini o'ziga qaytarib etgin va yoki yo'q qilib etgin ey Allah. Biz sana duo qo'l ko'taramiz. Bugun shu naq maydonda duo qo'l ko'targan butun qarindoshlarimizning duosini ijobat qilgin ey Allah. Naq maydonga kelib, bu yerda Allohning so'zi bo'layotganligini ko'rib, zerkib ketgan yoki chiqib ketgan qarindoshlarning gunohini mag'firat qilgin ey Allah. Chunki kommunistlar bizni dindan jiroq qildi. Kommunistlar bizni Qur'onni anglamas qilib qo'ydi. Kommunistlar bizni islomdan jiroq bir narsa bilan yetishtirib qo'ydi. Bizga vaqt bergin ey Allah. Bizga muhlat bergin ey Allah. Biz sana qaytib kelamiz ey Allah. Sen qaytib kelishdan boshqa yo'limiz yo'q ey Allah. Chunki yordam berguvchi senlam ey Allah. Yordam berguvchi senlam ey Allah. Sendan boshqalar bizga yordam qilmaydi ey Allah. Faqat sen ularning ko'ngliga solsang, ular yordam qiladi ey Allah. Sen ularning ko'ngliga solmasang, ular hargiz bizga yordam qilmaydi ey Allah. Ey Allah, bizga muhlat bergin, yana muhlat berasan, bizning ayollarimizga sharm hayo ato qilgin ey Allah. Ayollarimizga islomiy kiyim ato qilgin ey Allah. Ayollarimizga insof tavfiq ato qilgin ey Allah. Erlarimizga jasorat iymon ato qilgin ey Allah. Erlarimizga iroda iymon ato qilgin ey Allah. Erlarimizga axloq iffat ato qilgin ey Allah. Erlarimizga oilasini yaxshi ko'radigan, oilasiga yaxshilik qiladigan, oilasini yaxshi ko'radigan haqiqiy iymon ato qilgin ey Allah. Oilasini ega bo'ladigan haqiqiy iymon ato qilgin ey Allah. Ey Allah, erlarimizga jasorat, botirlik ato qilgin ey Allah. Ayollarni yaxshi ko'radigan, farzandlarini yaxshi ko'radigan haqiqiy iymon ato qilgin ey Allah. Ey Allah, erlarimizni bu jang maydonlarida, bu saplarning oldida mengishni nasib qilgin ey Allah. Ya Rabbi, sana yalvaramiz. Ya Rabbi, sana qo'l ochamiz. Ey Allah, bizningki qo'llarimizni keyniga qaytarmagin, quruq qaytarmagin, duolarimizni ijobatsiz qo'ymagan. Ey Allah, qalbimizni iymon, islomda mustahkam qilib bergin. Chet ellarda iymoni uchun, vijdoni uchun, axloqi uchun, iffati uchun kurash qilayotgan shu qarindoshlarimizni quruq qo'l qaytarmagin. Ularning har bir mangan qadamlarini zoya qilmagin. Ularga ajr ato qilgin. Bizlarni ham bu yo'lda mustahkam mengishga o'zing nasib qilgin ey Allah. Sharqiy Turkistonda san qo'l ko'tarishga qodir bo'lmagan shu mazlum xalqimizga pat arada bir erkinlik, hurlik, bir jasorat ato qilgin ey Allah. Ey Allah, ular ilojsiz qoldi ey Allah. Ular amalsiz qoldi ey Allah. Ular namozsiz qoldi ey Allah. Ular hajsiz qoldi ey Allah. Ularning iymonini tartiblanirish uchun Xitoy tarafidan kontrol qilinadi. Ey Allah, ularning iymonini sen saqlab qolgin ey Allah. Ularning namozini sen saqlab qolgin ey Allah. Ularning kiyimini sen saqlab qolgin ey Allah. Ularning vatanini sen saqlab qolgin ey Allah. Ularning vicdanini ham sen saqlab qolgin ey Allah. Bizni asmini asli qilib etmagin ey Allah. Ey Allah, bizni Xitoydan iborat bu vahshiy millatga o'xshash millat qilib qo'ymagin ey Allah. Bizlarni ularga o'xshash qilmagin ey Allah. Bizni ayrim yaratding, ayrim rangimiz bilan, ayrim qabilamiz bilan, ayrim qinimiz bilan, ayrim millatimiz bilan qolayli ey Allah. Ey Allah, duolarimizni ijobat qilgin. İşlerimizni o'ngishlik bergin. Ko'rishimizni davom qilishni nasib qilgin. Bugun Arafa maydonida ketayotgan butun hojilarimizga o'xshash bizni bu yo'lda taqdam qadam ilib mengishga o'zing nasib qilgin. Kabening atrofida tavob qilayotgan, cho'gilayotgan butun hojilarimizning duosini qabul qilganga o'xshash bizning duolarimizni qabul qilgin. Biz sana yalvarishdan boshqa ishga ojiz kelib qoldik. Ammo qo'limizdan kelgan imkoniyatni bizdan ayirmagin ey Allah. Bizning ichimizdan taqim fidokorlarni, taqimi botirlarni, taqimi shijoatliklarni, taqimi mujohidlarni,
texmi qalamkashlarni, doktorlarni, professorlarni chiqarib berginki, bu millat uchun, ashu Sharq Turkistoni uchun, ashu xalqi uchun, ashu ummatning parchasi uchun kurash qiladigan haqiqiy muvahhidlar, haqiqiy mujohidlarni o'zing chiqarib bergin ya Allah. To'g'ri yo'lning ustidan bizni zoya qilib o'tmagin. To'g'ri yo'ldan bizni keynimizga qaytarib o'tmagin. Bizni ozdirib o'tmagin. İnşallah bu yo'lda adoqqicha, oyoqqicha mangdiganlarni qatoridan qilgin. Duolarimizni ijobat qilgin. Bizning natijamizni bergin ya Allah. Dunyoda bermasang, oxiratda bergin ya Allah. Agar dunyoda bersang, bizga hurlik bilan, mustaqillik bilan, dinimizni yashash bilan bizga bir natija berginki, ko'proq amal qila olayli, ko'proq ibodat qila olayli. Ashu zamonimizda sana ko'proq sajdaga bosh qo'ya olayli, ko'proq yig'lab olayli, ko'proq ibodat qilib olish orqali sana jannatingga muyassar olayli ya Allah. Ya Allah, dunyoda boshqa millatlarni qanchalik ozod qilgan bo'lsang, erkin qilgan bo'lsang, bizni shunday qilgin. Boshqa millatlarning qanchalik vatani bor ekan, mustaqilligi bor ekan, bizning shu vatanimiz, mustaqilligimiz bo'lishiga o'zing nasib qilgin ya Allah. Ya Allah, biz sendan shuni tilaymiz ya Allah. Chunki vatanimiz bo'lganda namozimizni o'qiy olamiz ya Allah. Chunki vatanimiz bo'lganda hajimizni qila olamiz ya Allah. Chunki vatanimiz bo'lganda shu ibodatlarimizni qila olamiz, qulchiligimizni ado qila olamiz ya Allah. Uning uchun sen bugun ko'rib turibsan, biz ham ko'rib turibmiz, shahid bo'lyapmiz. Vatani bala shu hajjini qila oladi. Vatani yo'qlar u hajjini qila olmayapti ya Allah. Bizning vatanimiz boshqalar tarafidan besilganlik uchun hajjimizni qila olmadik ya Allah. Ya Allah, vatanimizni bizga qaytarib bergin ya Allah. Hurligimizni qaytarib bergin ya Allah. Gunohimiz tufayli bizni jazolading, bu jazoni oxirlashtirib bergin ya Allah. Ularga o'xshash haj qila oladigan, ularga o'xshash dinini, kulturini, millatini, urf-odatini yashay oladiganlarning qatoridan bizlarni qilgin ya Allah. Ya Allah, bugun chet elda turib ibodatdan mahrum qilinmasimi, ibodatni qila olsimi qilmayotgan, dindan jiroq turayotgan, namozdan jiroq turayotgan, islomiy kiyimdan jiroq turayotgan shu qarindoshlarimizni hidoyat qilgin. Namozga yaqin qilgin, gunohdan jiroq qilgin. Ya Allah, ojiz sing'illarimizga rahmat, mag'firat, hidoyat, tavfiq ato qilgin. Ellerimizga hem iman, İslam, hidayet ato qilgin. Dualarimizni ijobat qilgin. Dualarimizni ijobat qilgin. Allahumma salli va sallim va barik alayh. ربنا تقبل منا ودعاءنا وحجنا وصلاتنا وقيامنا وسلامنا ودعاءنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الشيوعيين فانصرنا على القوم الشيوعيين فانصرنا على القوم الشيوعيين. Ya Allah, şu komünistlarning ustidan bizni g'olib qilgin, bizga g'alaba bergin, bizga nusratni bergin. Şu zolim qavmni bizning beshimizdan ilib o'tgin. Ya Allah, ularning qo'lida bizni halok qilib o'tmagin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Va adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya g'affar, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin. Gunohimizni mag'firat qilib o'tgin. Duoyimizni ijobat qilgin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. El-Fatiha. Aziz qarindoshlar, aziz do'stlarim, bugun naq maydondan sizlarga bu taratqumiz orqali beryapmiz. Ko'ryapsizlar. Arafatdan Mina qarab ketayotgan hojilar. Naq maydon. Yani bugün Muzdalifada hojilar kecha chiqunidi. Undan keyin hatta Minaga berib shaytonga tashatdi. 3 kun o'ta tashatgandan keyin oxirida ihramdan chiqib Kabe'ga kirdi. Kabe'da tavof ifozatini qilib bo'lgandan keyin ihramdan chiqib, butun ihramdan chiqib hajji tugan bo'ladi. Qurbonliqlari atidan boshlab ijro bo'lgan bo'ladi inshaalloh. Biz hayit qilamiz. Bizning hayitimiz boshqa millatlarning hayitidek bo'lmaydi. Bizning hayitimiz yolg'izlikda,
g'amkinlikda teşimizde yetkiysak mıçımızı jağlap bu şekilde ötüdü. Çünkü biz muhacir. Çünkü biz vatandan ayrılgan. Çünkü biz ata-analarımızdan ayrılgan. Çünkü biz kavim qarindosh dostlarımızdan ayrılgan. Ama şundaqtımı eğit qilishimiz lazım. Ət səhərdə en-nizafetu minel iman. Birinci tazlığımızı başlap, pakiz yuyunup, en güzel eterlerimizin özümüzge çeçip, eğitlik üçün ağın almağın kiyimlerimizni pakiz kiyip, namazga barımız, eğit namazını okuyumuz. İmkanı bar qarindoshlar ayollarını, balalarını eğit namazıga elip basa Resulullah'ın sünneti bo'lgan bo'ladi. Biroz bo'lsa-mu xushallikni o'zimizga amro qilishga tirishimiz. Albatta yo'q qilinish uchun zulm qilinayotgan bir millatmiz. Ammo eğitni qo'ldan bermaymiz. Ayit muborak deymiz. Bir-birimizning aytini qutlaymiz, muboraklaymiz. Bir-birimizga jiroqdan telefon qilishimiz, yaqindan yo'qlashimiz, uylarimizga paytilishimiz. Yanılam Xitoy tajovuzchilarining oldida chondonmasdan aytimizni qilamiz. Taqdumboqchilarimizni chalamiz. Yo'l qo'yilgan sünnet asosida, yo'l asosida usullarimizni o'ynaymiz. Duolarimizni qilamiz. Hayitda ham xizmatlarimizni qilamiz. Hayit deyinib yana bu xizmatlarimizga tushimiz aziz qarindoshlar. Kasblarimizga taqilimiz. İşleş üçün yo'lga chiqamiz, qurilishlarımizga boramiz. Satrashlik, yog'ochchilik, tishchilik, qishchiliklarimizni, maqchiliklarimizni boshlaymiz aziz qarindoshlar. O'zimizning halol tari bilan pul tepib, muhojirlik hayotimizni davom qilamiz va shu halol tari bilan topgan pulimizni bu yo'lga ishlatamiz, oilalarimizga sarf qilamiz, xarjlaymiz, boylarimiz zakotlarimizni, iqtisodlarni bu yo'lga ishlatadi. Qarindoshlarimiz bundan manfaatlanadi. İbadetlerimiz yana burunqidek va burunqidan taqim yaxshi holatda davom qiladi. Bundan keyin biz hayotimiz bu şekilde davom qiladi. Quruq arzu havasning ichiga tushmaymiz qarindoshlar. Texnik ko'p narsalarni o'ylab ketmaymiz qarindoshlar. Faqat bir narsam 2 bo'lsa, 2 narsam 10 bo'lsa, 10 narsam 20 bo'lsa degan narsaning ustiga tushib qolmaymiz qarindoshlar. Vatandan Turkiyaning tushini ko'rdik. Türkiye kelgandan keyin Yevropaning tushini ko'rdik. Yevropadan keyin yana bizning tushini ko'rmaymiz qarindoshlar. Nihoyat ko'p narsalarni o'ylaganmay, shukr qanoatchanlik ichida halol yashab, halol bir ishni peshin tutaylik. Bu dunyoning, bu muhojirat hayotining shunday qiyinchilik ekanligini bilaylik. Qiyinchilikda yashaydiganligimizni bilaylik qarindoshlar. Her zaman qiyinchilikda yashaymiz. Boylik, rahat, farog'at bizni kutib turmaydi her zaman. Allah xohlagan bo'lsa-da shu isl makonlarni va isl yerlarni va million pullarni bizga beradi, ammo Allah xohlamadi. Vallahu yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdir dedi. Allah xohlagan odamning rizqini kengri qiladi sinash ustidan, xohlagan odamning rizqini tor qiladi sinash ustidan. Allah bizga mushunchalik rizq beribdi, biz buni shukr qilishimiz kerak. Bek ko'p narsalarni o'ylab ketmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Qanoatsizlikning ichiga tushib qolmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Boylarimiz saxovatsizlikning ichiga tushib qolmaslik kerak aziz qarindoshlar. Allohdan barakat talab qilishimiz kerakki, barakat bilan bizning hamma ishimiz oqadi aziz qarindoshlar. Bog'i sabr qilib, ko'pga qanoat qilib, bu shaklda yashashningki sunnat ekanligini bilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Chunki yaqinqi zamon mobaynida nurg'un oilalarningki iqtisod tufayli, nurg'un oilalarningki shukrsizlik tufayli, nurg'un oilalarningki xam xiyol, ko'p narsani o'ylash tufayli buzilib ketayotganligini biz ko'ryapmiz aziz qarindoshlar. Ko'pliganlarimizning boshlariga kelyapti aziz qarindoshlar. Ya'ni biz muhojirlik hayotining qiyinchilikda o'tadiganligini bilishimiz, bu chekitni qo'yib o'tishimiz kerak. Mening hayotim buni juda qiyinchilikda edi, qiyinchilikda o'tmoqchi edi. Men bu qiyinchilikni bilib turib chet elga chiqqandim. Shu men buni yashayman. Buning uchun men bu yerda
Bunun uchun men bu yer jafo chekyapman. Men bunun razı bo'lib chiqqan. Zodi vatandagi vaqtimda men buni tilaydim. Men buni tiladim, topdim. Endi men buningga norozi bo'lib ketmay. Deyli, ayollarimiz shukr qilayli, erlarimiz shukr qilayli, oilalarimiz shukr qilayli. O'zimiz topgan baloga naga boray davoga deb, o'zimiz hijrat qilishni va vatandan ayrilishni kecha kunduz o'ylab, tog' dasht, cho'l jaziralarni besib bu yerga chiqdik. Chiqqandan keyin andin haqiqatan qaqshab, voy oqchi ko'kchi, yog'ochchi dumboqchi, Alloh meni unda qildi deb ketishmayli. Biz bu sinoqning ustida, biz bu nimaning ustida, qiyinchilikning ustida, biz bu mushkulotning ustida, bu qiyinchilikdan o'tish uchun tirishaymiz qarindoshlar. İnşallah pat yaqinda buning natijasini ko'ramiz. Aboy degandek buning savobini ko'ramiz inshaalloh. Alloh bizga beradi inshaalloh. Chunki Alloh bizga va'da qilgan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Her bir qilgan amalimizninki mukofotini, her bir qilgan amalimizning jazosini ko'rsatadiganligini Alloh bizga va'da qilgan. Yaxshiliklar qiladigan bo'lsak, Alloh bizga beradi. Xayr ihsonlik qiladigan bo'lsak, Alloh bizga beradi. Tashkilot qurgan bo'lsak, Alloh bizga beradi. Uning keyindan agashgan bo'lsak, Alloh bizga beradi. Yaxshilik yo'liga mangan bo'lsak, Alloh bizga beradi. Qilgan tirishchanligimizninki natijasini o inson oladi deb Qur'oni Karimda deyilganga o'xshash inson ko'rsatgan tirishchanligininki natijasini oladi. Alloh subhanahu va taolo bizning duolarimizni ijobat qilsin, ishlarimizga barakat bersin. Alloh bu sinoqdan o'tib olishimizga Alloh nasib qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Yana bir qatimli programmada ko'rishgacha bo'linglar. Assalomu alaykum.